Shogirdlaringizni shogirdlari ham bor-da. Hozir endi ular ham baribir dars o'tishyapti-ku. Shuni hisobiga ustozlarni ustozi deyishar ekanda. 99-yil ularga tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Kompyuter degan narsani tushunmaydi. Endi kompyuterda ishlaymiz desa, ular ko'z oldiga sekretarlarni olib kelyapti-da. Deydi, o'g'il bola ham barmog'ini uchida ishlaydimi deb rosa ustimizdan kulishgan. Keyin biz universitetda o'qigan davrimizda ham programmistni trigini ko'rgan emasmiz. Sut sog'adiganlarga 600 ming so'm oylik, dasturchilarga 400 ming so'm oylik desa, dasturchilar yig'ishtir taqir-tuqirni ketdik sigir sog'amiz. Aslida unaqa emas. Kim bo'lasan? Programmist. Malikada ishlaysanmi deyapti. Mani biznes boshqaruvimga aynan mana shu pedagogligim va dasturchiligim juda katta xalaqit berdi. Hozir yordam berdik demoqchilik. Afsuslanarli holati bugungacha kelib, men yozgan kitobda mendan oldin o'zi o'lib ketdi-da, chunki texnologiyaga bog'langan. Niyatlar, boshqalar, lekin chat-chipiriq chiqqandan keyin u ham o'ldi. O'qituvchi. Nimadan dars beradi desa, C++ dan desa, bog'cha. Nima? C++ deb aytadi. 2011-yilda ular tushunmaydi nima deyapti bu odam. Hozir birinchi o'rinda men maqsad qilgan narsam xalq o'zini qahramonlarini tanisin degan. Podshoh bilan ham o'ynashasanmi? Eshakni o'qitib bo'lmaydi desa, shu 40 yil ichida yo eshak o'ladi, yo podsho o'ladi, yo men o'laman degan ekan. Yaqin 5 yil ichida kadr defitsiti bo'ladi. Lekin hali kim ikkilanib turgan bo'lsa, hozir boshlash kerak. Ertaga bitta xatosi mana o'zi o'quv kursi 1 yil ekan. Men 1 yildan keyin ishga kiraman degan mo'ljalni olish noto'g'ri. O'sha xatoni qilmaganingizda hayotingiz orzularingizdek bo'lardi. Balkim qaysidir xatolar samarasidan mana shu yerda turibdi. Xato biz o'zimiz qila olmagan ishlarni farzandlarimiz qilishini xohlaymiz. Aslida farzandlar biz qilgan xatolarni yopishlikka yana bir imkoniyat hayotda. Izohlarda o'zingizlar xohlagan gapinglarni yozib ketinglar. Pozitiv bo'lsa albatta yaxshi. Men bu payga gapga qo'shilmayman. Negativ bo'lsa ham yozavering. Ko'rishganda ko'rishguncha. Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun bizani mehmonimiz Qudrat aka Abdurahimov. Qudrat aka kelganingiz uchun katta rahmat. Shunchalik sovuq kunlarda, qorlarda shuncha yo'l bosib keldingiz. Juda ham xursand bo'ldik. Oldingi safar Saydolim aka bizaga rekomendatsiya qilgan odamlar sifatida yozdik. Vaqt topib kelganingiz uchun katta rahmat. Shu bilan bugungi suhbatimizni boshlaydigan bo'lsak, sizni o'zingizdan bir nechta savollarim bor, o'zim so'ramoqchi bo'lgan. Undan tashqari savollarni yana o'zingizga ham aytib o'tganimdek, qisman Saydolim aka oldingi safargi mehmonimiz yordam berdilar. Nima savollar so'rash kerakligini, aynan sizdan nima savollarni chiqarib oladigan bo'lsak, bizani ko'rayotgan, tomosha qilayotgan odamlarga foydali bo'lishi uchun so'ramoqchi bo'lgan narsam hozirgi aytib o'tganim, ya'ni ustozlarni ustozi deb aytishadi sizni. Hammamiz ko'p dasturlashga kirib kelgan, C++ dan boshlagan odamlar bo'lsa, ayniqsa menimcha sizni kurslaringizni ko'rgan. Ustozlarning ustozi bo'lganingizdan keyin o'zi sizni ustozingiz kim? Ya'ni dasturlashga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Shu haqida gapirib bera olasizmi? Yaxshi, assalomu alaykum. Hamkasblar. O'zi dasturlashga kirib kelishimiz qiziq bo'lgan. Informatika ustozimiz darsga kelib 10-sinf ekan, 10-sinfda. Qudrat degan bola kim deb so'ragan senda. Familiyam bilan aytgan, 3 ta Qudrat dedik. Men desam, informatikada olimpiadaga borasanmi degan. Boraman deganman, bo'lmasam men fizika, matematika sinfda, matematika, informatika sinfiga o't, bugundan shu sinfda boshlaysan o'qishni deyishgan. Shundan bizning taqdir chizig'imiz o'zgarib ketgan. U aslida qanaqa bo'lgan ekan? Bu vaziyat nimaga bo'ldi? 9-sinfda men fizikada olimpiadaga borganman. Informatikada olimpiadaga borgan bola boshqa liseyga ketib qolgan. Keyin o'sha o'rin bo'sh qoldi. Endi iqtidorli bolalarning orasidanmi qiziqib ko'rgan o'qituvchilar, endi biz bilmaymiz, o'qituvchilar o'zaro talashgan, buni tavsiya qilganda, nimadir men tavsiya qilib qolishgan. Endi men taklifni o'ylamasdan sirasi javob berganman. Bu yoqqa o'tdim. Bilmadim, shu bilan taqdir ekan. Bu yoqqa o'tib ketdi. O'zi aslida oyim meni doktor bo'lasan o'zi deb, o'zi medsestra bo'lgancha doktor bo'lasan deb direktorning oldiga olib kirgan. Undan ham oldin qiziq voqea bo'lganda, direktorning oldigacha kirgan. Chunki men fizika, matematikaga kirganman. Sen ximiya, biologiyaga o'tasan degan. Direktorning oldiga olib kirgan. Ximiya, biologiya o'qisin, doktor qilmoqchiman desa, shu oyim direktorning oldiga kirishidan bir kun oldinmi, bir hafta ichida direktor matematikadan bizning sinfga kirgandi tekshirishga. Kirgan paytida endi ustoz ham o'zini ishongan o'quvchilarni chiqaradi-yu. Meni doskaga olib chiqqanda bitta masalani men ishlashni boshlaganman. Yarimga kelganda endi boshlaganimda ustozim to'xtatgan, to'xta, bu usuldan ishlama, mana bu usuldan ishla deb maslahat bergan.
ishlaganman. Direktor orqada o'tirgan, keyin sinfdoshim aytib beryapti buni. Orqada o'tirdida direktor deyapti. Qarab o'tirdi deydi, noto'g'ri qildi deb aytdi deydi. Desa, bu bola to'g'ri yo'ldan ketayotganda deb isming yozib qo'ydi deydi. O'sha payti keyin direktor maqtadi meni oyimga. Endi ertasi buni matematika qobiliyati bor ekan, kerak emas. Ya'ni ruxsat bermadi. Nima desa dedi, endi men yosh bolaman, 9-sinf bola. Tashqariga chiqib direktor meni maqtadi deb. Bo'ldi, tamom, fizika, matematika o'qiymiz deb. Keyin informatikaga o'tdik. Informatikada o'qidik, o'rgandik. Shu yerda ustozimiz haqiqatda sizlar hozir aytyapsizlar. Men ishlab chiqqan metodikam, o'qitish uslubim aslida meniki emas. Menga qanaqa o'rgatishgan bo'lsa, men shuni metodikani qog'ozga tushirganman xolos. Ommalashtirganman desak to'g'ri bo'ladi. Meni Zokir aka Rozmetov degan ustozim qanaqa o'qitgan bo'lsa, o'sha metodikani shakllantirib, elektron holatga o'tirib, ommalashtirganman xolos deymanda. Chunki ko'p narsa ulardan o'tgan. Asosan shu. Men eng ko'p qiziqarli aytadiganim, biz faqat o'qishga kirish o'ylaganmiz. Endi unda o'qiyapmiz, informatikani o'qidik mayli. Fizika, matematika o'qiyapmiz. Informatikani o'qidik. Kim bo'lamiz degan savolga javob yo'q. Ustozlarimiz G'ayrat aka maslahat bergan. Paltexda injener programmist degani bor. Shu yoqqa borib o'qinglar. Bu Xorazmda bo'layotgan gap. Shu yoqqa borib o'qiysizlar deb bizga maslahat bergan. Kelganmiz, topshirganmiz. O'qishga kirganimizda ota-onalarimiz so'ragan. Endi hamma xursand, hamma budjetga kirgan, sinfdosh 3 kishi birga topshirganmiz. Uchalamiz ham budjet. Yosh katta so'rab, qani kim bo'lasan? Injener programmist bo'laman. 99-yil. Ularga tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Kompyuter degan narsani tushunmaydi. Endi kompyuterda ishlaymiz desa, ular ko'z oldiga sekretarlarni olib kelyapti-da. Deydi, o'g'il bola ham barmog'ini uchida ishlaydimi deb rosa ustimizdan kulishgan. Keyin biz universitetda o'qigan davrimizda ham programmistni tirigini ko'rgan emasmiz. Biz sizlar programmistni chaqirib, har xil podkastda o'tkazib, maslahatlar oldim. Yo'q, bizda unaqa bo'lgan emas. Biz nazariy o'zimiz programma tuzganmiz. Programmistni tirigini ko'rsak, borib qanaqa ish jarayoni deb so'rayman degan narsalar bo'lmagan, lekin shunda ham o'rganganmiz. Ya'ni qiziqishdan, boshqadan. Shuning uchun Said olim ham aytadi-ku, programmist все в одном, hamma ish qiladi. Windows qiladigan ham programmist, dizayn qiladigan ham programmist, hammasi programmist. Shundan keyin tarmoqlarda o'zi bizda O'zbekistonda programmist kimligini 2016-yil tanishni boshlashdi. Ungacha e'lonlar ham chiqqanda hamma kuldi, baza qildida. Ya'ni davlat strukturasida programmist deb qo'ygan. O'sha texnik xodim, kompyuter printerlarni tuzatib yuradigan odam ham programmist qolib ketganda, o'shanda bitta e'lon chiqqanida hamma kulgandi. Qaysi yil edi esimda yo'q. Sut sog'adiganlarga 600 ming so'm oylik, dasturchilarga 400 ming so'm oylik desa, dasturchilar yig'ishtir taqir-tuqirni ketdik sigir sog'amiz. Aslida unaqa emas. Keyin rahbariyatga aslida mana shu Sherzod aka kelgandan keyin tushuntirdida aslida. Programmist bu yer yuzida yo'q bo'lgan programmani ishlab topadigan, aqliy mehnat qiladigan odam. Oddiy texnik bilan tenglashtirib bo'lmaydi degandan keyin haqiqatda bizda davlat xizmatlar, boshqa narsalar, ko'p narsani ko'rsak, oyliklar raqobati kelib chiqdi, yaxshi bo'ldi. Qanaqa ma'noda aytyapti, kallasi ishlaydigan normalniy programmistlarni yo xususiy sektor ishlatyapti, yo xorij ishlatyapti. Nimaga davlatga ishlamaslik kerak? Bularni ishlatish uchun oyligini berishimiz kerak normalniy qilib degandan keyin haqiqatda o'ziga nimalar bo'ldi? Raqobat. Uzr, bu yoqqa o'tib ketib qoldik. Aslida mana ustozim, mana Zokir akadan ko'p narsa o'tdi. Aslida bir odamdan emas. Bizga ta'lim bergan hamma ustozimizdan nimadir o'tadi. Aslida ustozdan nimadir nur o'tadi. Men bitta odamga bog'lab qo'ymayman, chunki matematika o'qitgan ustozim, fizika o'qitgan ustozim. Hali keyingi o'rinlarda balkim aytarman. Hozir savollardan kelib, hozir bunga nima qilmaylik? Mana shu ustozlardan o'tgan dunyo qarashni fikrlashi biznes yuritishda xalaqit bergan o'rinlari ham bo'lgan. Javobingiz uchun rahmat. Shu so'z o'rnida bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Nima desa bo'ladi? Aytdingiz-ku, programmist kimligini bilmasdi deb 2016-yilgacha. 2022-yilda ham shunaqa odamlar bor, bilishmas ekan. Bitta voqeachani aytib bermoqchiman. Sovchilikka bordik, uylanishim kerak. Bir insonning uyiga bordik, qizni ko'rganim yo'q, otasi bilan gaplashasan birinchi deyishdi. Kirdim, suhbatga gaplashdim. Nima ish qilasiz? Men programmistman, shunaqa ishlar qilganman deylik. Kunuzi
platformasida ishlaganman, undan keyin UPay platformasida ishlaganman va hokazo deydigan bo'lsam, aka aytdilarki, men to'g'risini aytsam bu narsalaringni tushunmayman. Bilmayman programmistlar o'zi nima qiladi. Men Yandex taksi chaqirmoqchi bo'lsam, bolalarim chaqirib beradi. Shunga xafa bo'lmaysan, men qizimni tuzukroq ish qiladigan, qo'ldan bir yaxshiroq hunar keladigan, yaxshiroq pul topib boqib oladigan odamga bermoqchiman deb aytib beriladi. Haligi akamiz keyin men ham ustimdan muzdek suv quyganga o'xshab u joydan chiqib ketdim-da. G'alati bo'lardi. Har doim masalan 2016-yilda INXAga kirgan bo'lsak, o'sha aynan Sherzod aka Shermatov INXada hali rektorlikdan vazirlikka ketmagan paytlarida qattiq o'qiyapsan, INXada o'qiyapman deydigan bo'lsam, aytishardi, kim bo'lasan? Programmist. Malikada ishlaysanmi deyishardi. Shunga sizni paytlaringizda bizanikidan ko'ra ancha qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. 2016-yilda baribir qanaqadir odamlar baribir bilgan bo'lsa, 99-yilda qiziq joy oxiri nima bo'ldi? Boshqasiga uylandinglar? Ha, boshqasiga uylandim. Endi qizimni bermagandan keyin. Menda so'z skill yo'q-da. Sotish ham bilish kerak-da shuning uchun. To'g'ri lekin. To'g'ri qilishadi. Programmistga pul qiz berish kerak emas. berish kerak. Nega? O'zingizga hazillashaman. Yo'q, men teskarisini aytardim-da. Qiz bolalar ham kelib, bir hazil o'rnida qiz bolalarga dasturlash o'rganadi, yo'q, bolalarga maslahat berardim. Yigitlar uylanadigan bo'lsanglar dasturchiga uylanmanglar. Nega? Nega deydi. Yo'q, o'shanaqa desam, men shu gapni qizlar aytadi-da. Dedi, qara, seminar bo'lyapti, 3-4 ta qiz kelib, o'zi dasturlashga qizlar ko'p qiziqmaydi. Kam nega deyshadi-da. Tasavvur qiling. Ishdan charchab keldingiz, ha? Uyga kelsangiz, xotingiz programma tuzib o'tiribdi-da. O'g'at ham qilinmagan. Endi programmist hayotni programmist biladi. Bugun yana tuxum yeymizmi deb oshxonaga kirsangiz, u hali joyidan ham turmaydi. Menga ham ikkita qo'g'ri bor desa. Men shuni dasturchi ayolga uylangan odam yashaydi-da. Balki bu narsani akamlardan so'rab ko'rishim kerak ekan, chunki akamlar ham o'zlari tatuni bitirganlik 2007-yilda, kenayimlar ham tatuni bitirganlik, ikkalaligi ham injener dasturchi bo'lib ishlashadi. U joylari haqida eshitmagan ekanman, surishtirib ko'raman. Xo'p, endi keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsangiz, hozir dasturchi emassiz, o'zingiz ta'lim markazi ochib shu narsani yurg'izyapsiz, boshqaruvga o'tib ketdingiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Kattaroq masshtabga o'tkiz keldimi yo o'sha paytdagi trendni hisobigami? Ya'ni shu karantindan keyin nisbatan o'sib ketib qoldi-yu, hamma ish yaxshi bo'layotganini, ya'ni dasturchilar ishsiz qolmaganini, uydan o'tirib ham ishlayotganini bilgandan keyin o'tish boshlashdi. Shu sabab bo'ldimi yo nimaga o'zi boshqaruvga o'tdingiz? Endi bu sabablar ko'p, bir narsaga bog'lab bo'lmaydi. Asosiy sabablardan bittasi, misol uchun kimdir qo'lida ishlaganda qachondir u ishni topshirish kerak bo'ladi. Misol uchun kimdir qo'lida ishlayapsiz, endi bizning yoshlarimiz ham bir joyga borib qoldi. O'shanga umringizni tikdingiz. Yosh bir joyga borib qolgan payti, endi nimadir sabab bilan biznes egasi xohlagan payti o'rningizga odam qo'yishi mumkin-da, bu tabiiy, normal jarayon. O'sha payti sizga alam qiladi. Endi nimani qayerdan boshlaysiz? degan. Bu eng og'riqli nuqta asli mana shundan boshlangan. O'sha yerda ko'p xatoliklar bo'lgan. Ya'ni o'zimni nimamdir bo'lsin degan narsa. Men o'zi odatda aytaman, o'sha paytda men xato qilgan ekan niyatim. O'zi aslida Xudodan nimani so'ragan bo'lsam ixlos bo'l. Hammasi berilgan, berilmay qolgani bo'lmagan. Nimani bermagan bo'lsa, demak o'zim ixlos qilmaganman. Nimani ixlos qilgan bo'lsam, hammasini so'ragan. Hatto uylanganimda ham boshqasidan farzandli bo'lishdan sizdek bo'lmagan. So'raganlarimiz berilgan. O'sha paytda birovni qo'lida ishlab yurganimda yaxshi, lekin bir narsa, ishxonam nima deydi? Men bilgan korxonalarning ichida eng yaxshisi. Korxonaning egasi ham, u yerdagi muhit ham undan afzal men ko'rgan emasman. Lekin shundoq bo'lsa ham u birovnikida, o'zingizniki emas. Ixtiyoriy paytda o'yindan chiqishingiz mumkin. Endi bola chaqa yosh bir joyga borgan bo'ladi. O'sha paytda meni qilgan xatom kichkinagina bo'lsa ham o'zingizning biznesing bo'lsa deganman. O'sha yerda ketib qolgan ekan. Shuning uchun meni bu yerdagi o'quv markazi biznesim Xudo so'ragani shu yo'q deydi. Haqiqatda kichkinagina biznes berdi, boshqa bo'ldi. Boya aytib o'tgan, menda boshqaruvga nimagadir egalik huquqini xohlagan ma'noda o'tildi. Men baribir xohlasa xohlamasa dasturchiman va o'qituvchiman. 40 yillik dasturchi, ya'ni yoshim 40 dan. 40 yoshga chiqqan odam o'qituvchilik qilgan, dasturchilik qilgan. Ko'p bo'lsa o'sha
nimani IT bo'linma boshqargan odamda boshqaruvdan biznesdan kam bilimlar va hokazo. Boyaga aytganimdek, mani biznes boshqaruvimga aynan mana shu pedagogligim va dasturchiligim juda katta xalaqit berdi. Hozir yordam berdi deb aytmoqchilik yo'q. Xalaqit berdi. Qanaqa ma'noda? Chunki men har doim o'qituvchi bo'lib qaror qabul qildim. Har doim dasturchi bo'lib qaror qabul qildim. Biznes egasi umuman boshqacha qaror qabul qiladi. Biznes, mana masalan bitta bola keladi ko'chadan, shundoqmi 30 tiramanda imtihon qilaman. Logika bo'yicha 10 tagina savol qo'yib qo'yganman. Oddiygina. O'shandan misol uchun 3 tani bilsa, uni o'qitmaymiz. 5 tani bilsa, o'qitgandan ma'no yo'q-da uni. O'zi hali 10 tada 10 ta topgandan ham dasturchi chiqadi degani emas. Lekin nimadir o'rgatib ko'rsa bo'ladi 1-2 oyda. Uni bilmadim, biz o'qitmaymiz-da. Aytaman, keyin bitta ikkita darsga kirgan o'sha ichki intuitsiya aytadi, bu bolaga dasturchi chiqmaydi degan nima bor. Men unga bola o'zini qiynagani qoladi, men o'zim qiynayman, o'qitish qabul qilmaymiz. Lekin menejerlar doim janjal qiladi. Bu yerga kelib o'tirguncha reklamaga qancha pulimiz ketgan, boshqa joyga borsa o'qitaveradi 1 oy bo'lsa ham. Nima qiladi uni 1 oy o'qitib? Dasturchi bo'lmaydigan odam, ya'ni men yiqiladigan kurashga shogirdim qo'ymayman. Bu chiqib yiqiladi, u aniqda. Ya'ni u bilan kerak emas. O'sha narsa men ko'p xalaqit beradi. Bu birinchidan. Ikkinchi, men ustozlarimdan olgan narsalarimda nimalarni olganman? Aslida bu yomon narsa emas, yaxshi narsa. Lekin o'sha pedagog nuqtai nazaridan, ustoz nuqtai nazaridan biznes egasini keyin o'qitamiz. Ba'zi bolalar yaxshi o'zlashtira olmagan o'quvchi haydaladi. Guruhdan, masalan uchun 5 oylik, 7 oylik o'qish 3-oyda haydaldi. Bu boladan dasturchi chiqmaydi degani emas, o'sha guruh bilan bitirsa maqsadga erishmaydi. Talabga javob bermaydi. Biz nima qilamiz? Guruhda qoldiramizda, qayta o'qishlik mumkin. Biz qayta o'qishlik uchun pul olmaganmiz. Nimaga biz 1 marta o'qing, orada 1 marta, 2 marta, 3 marta. Menda nima bor edi? Agarki bola o'zi tashlab ketib qolmasa, biz uni o'qitishdan to'xtamaymiz degan stereotip deydi-yu. Tushuncha, fikrlash, ustozning fikri. Bizda 4 marta o'qib dasturchi bo'lgan nimalar ham bor. Ya'ni o'zi ham jonda to'yib bo'ldi deb ketib qolganda, bu qanaqa? Endi bu hazil ekan emasda, 4 marta qayta o'qish. Bu qanaqa? O'zlashtirish sekin. Buni 3 oy o'zlashtirdi, haydalib ketadi. Keyingi guruhda yana 1 oy o'zlashtirib biladi. 4-oyni o'zlashtirib, 5-oyga tashlab ketadi, dam olib keladi. Shunaqa qilib tugatgan o'quvchilarimiz bor, lekin baribir bir tarafdan xursandmiz. Nima deydi? Bitta somsaga 2 marta pul olmaymiz degan. Chunki nimaga desa, bizni ustozlarimiz shunaqa o'qitgan, bu yerda Abdunabi aka ham bor edi. Boshida kompyuterda ishlashni, ofislarda o'rgataman degan. Biz faqat dastur tuzganmiz. Xullas, ustozlarimizdan o'rgangan narsalar, ko'p ustozlarimiz mendan masalan pul ham olmagan. Mana shu o'qitgan, hamma nimani o'qitgan ustozlarning pul olishmagan mendan. Tekin o'qitgan. Masalan, G'ayrat aka 2 yilmi, 3 yil tekin o'qitgan meni. O'sha litseyga kirguncha bo'lgan davri hali. Bo'ldi. Misol uchun. Uni har o'rni keyin aytaman, ya'ni men o'zimni gap qisqasi ustozlarim oldidagi qarzim deb bilardim. Meni shunaqa ustozlar o'qitgan, men shunaqa o'qitishim kerak. Mayli bu qarzni o'zi bildimmi, yo'qmi bilmayman, lekin menimcha bu yo'ldan ixtiyoriy majburiy ravishda biznes egasi bo'lib fikrlashga o'taman. Ya'ni bu o'taman, oldida xato deyishardi, lekin bu qiyin narsa-da. Masalan, to'g'ri aytyapsizlar, arendadan pulini bera olmayapmiz, qiynaldik, ishchilarga oylik bera olmayapmiz. Deysan, boya raqamlarni ko'rganing, tashqariga birpas o'tirib turgandan keyin yana baribir 40 yillik nima o'ziga tortib ketadi. Ya'ni haqiqiy biznesmenga o'sha fikrlash, qaror qabul qilishliklar endi shakllanib, falon pul qarz bo'lib, o'qitgan o'qituvchilarimizga ming rahmat. Misol uchun, dasturchi, mana hozir o'quv markazi haqida gap ketdi. Mana O'zbekistonda dasturlash o'qitib turgan hammasi bor. Aslida ming rahmat deyish kerak ularga. O'quv markazi ochib qo'yganlarga ham, o'qitib turganlarga ham. Nimaga desa, o'zi programmist odam arzonga kelmaydi. To'g'ri. Endi siz mana bu yerda mayli hozir ko'pchilik biznesiga o'quv markazi egalarini tanqid qilib, endi siz o'zingiz baholab ko'ring. Qanaqa ma'noda? Programmist soati qimmat odam. Qimmatga ishlaydigan odam. Dasturlash o'rganaman degan odam o'zi pul yo'q bo'lganligi uchun, kasbi yo'q bo'lgani uchun kasb o'rganaman degan odam. O'sha puli, kasbi yo'q odamni pulini olib, mayli ota-onasidan, kimdandir, mana bu
O'zbekiston eng qimmat kasblardan birisi bo'lgan odamga oyligini berib o'qitishga harakat qilayotgan odam. Aksariyat holatlarda yo uchma-uch yuradi, yo nima bo'ladi. Bizdagi o'qituvchilarimiz hammasiga mingdan ming rahmat. To'g'risi, juda ham arzon. Ya'ni u ham o'sha, ya'ni men va bu yerda sherigim Sherzod ham bor. Ularning shogirdi bo'lganligi uchun ustozini hurmatidan yuribdi. Ya'ni bu oylikka biz berayotgan o'qituvchilarga bergan oylikka kelib ishlaydigan emas aslida. Lekin mayli ustozlarning hurmatidan yurib sabr qilib shu yergacha kelishdi. Mana shu joylari bor, haqiqatda. Endi o'zi qolgan yurtiyotgan, o'zi ko'p men kelib qolganda aytib ba'zi birovlar mana shu o'quv markazi gullaganlarda o'tirib olib tosh otadiganlar bor-da. Bilaman, endi aynan men nazarda tutayotganim yo'q-da. Kimdir aytadi. Sen o'zing kimdir o'qitdingmi, baraka topgur? Kimgadir nimadir o'rgatding, buni ichiga kirgan odam biladi. Yoki bo'lmasam kimgadir tosh otishdan oldin bir to'g'riroq fikrlash kerak. Mayli, qaysidir bir o'quv markaz bo'lmasa yer yuzida, tarixda bo'lmasa, hayot bugungidan go'zalroq bo'larmidi? Yoki yo'qmi? U balkim to'g'ri hammani zo'r o'qitmayotgandir, boshqada bo'layotgandir, Endi men hozir umumiy aytyapman-da, lekin kimgadir nimadir o'qityapti-da. Faqat IT emas, ingliz tili o'qityapti. Matematika o'qityapti. Nima o'qitsa ham o'qityapti. Borib turib, nima deydi? Yeng qulab ochmadi-yu. Nashnoy qilib ochayotgani yo'q u. Nimadir o'rgataman deyapti. Menimcha bu yaxshi narsa. To'g'ri. Shu aytgan gapingizdan bir narsa esimga tushib ketdi. Meni fizika, matematika o'rgatgan domlam bo'lardi. Shu Tatuda litseyda dars berardilar. Turdiyev Nazirqul Sheronovich degan odam, balki eshitgandirsiz. Shu fizika kitoblarini yozganlar, ma'lumotnomachalar bo'lardi, kichkina ularning mualliflari fizika matematikaniki. Shular aytgandilar-da, domla nimaga dars berasiz o'zi deb savol berganman dedi. Domla endi kitoblar chiqargan odam, farzandlari katta bo'lib qolgan, yaxshi pul topishadi, yaxshi mashina haydab yuradilar. Nimaga o'zi dars berasiz? Yetarli bo'lsa kerak hammasi. Qiziqtirgandi o'sha paytda. Keyin aytganlar-da, bu bilimni o'rganganingdan keyin agarda sen boshqa odamga bermaydigan bo'lsang, shogird chiqarmaydigan bo'lsang, buni javobgarligi og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham men halizgacha dars o'taman deb javob bergandilar-da. Siz hozir rahmat aytyapsiz har bitta kimgadir nimadir bilim bergan, o'rgatgan odamlarga biz ham rahmat aytib qo'ymoqchimiz. Ustozlarimizga shu o'rni kelganda kimgadir yaxshi gapirganmiz, kimgadir yomon gapirganmiz, lekin baribir menimcha hamma ustozlar shogirdlari yaxshi bo'lsin deb harakat qilishadi. Endi keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, siz dasturlashga kirib kelganingizda o'zingiz ham aytdingiz, dasturchi juda ham kam oylik olardi, sigir sog'adiganlardan ko'proq olardi deb aytdingiz-ku. Siz dasturlashga kirib kelganingizda o'qituvchi 2 barobar ko'proq oylik oladigan paytda siz dasturlashni tanlagansiz, to'g'rimi? Endi menda nega unaqa bo'lgan o'zi? Yo'q, o'zi to'g'risi aytganda meni qo'lim bu yerda qobiliyat masalalariga alohida bir yana to'xtatsak bo'ladi, yoshlarga maslahatimiz. Men ahliy mehnat bilan shug'ullanadigan odam bo'lib qolganman-da, o'zi to'g'risi yoshligimda men oddiy qishloqda o'sgan bo'laman. Mol boqardik-da. Eng qiziq tarafi hali esimga tushadi. O'sha sigir sog'ish esga tushgan uchun qachon sigir buzoqni ushlab turish kerak, oyim sog'adi. Qachon men buzoqni bog'lasam, ertalabga bo'shalib ketib, onasini em qo'yadi, sutsiz qoladi. Men qanaqa boylasam ham shunaqa bo'lardi. Oyim so'katda, ertalab sutdan qoldik, sotish kerak edi, boshqa bo'ldi. Bu safar shunaqangi bog'layman deyman, foydasi yo'q-da. Ya'ni o'zi yoshligimdan yomon ko'rardim jismoniy mehnat qilishni. Prost o'ylaygan narsa, nahot odam bolasi shu mol boqmasdan kunini ko'ra olmasa. Men yoshligimda ko'p narsalarni nima qilganman, keyin hayotim davomida faqat ahliy mehnat bilan shug'ullanganman-da. Faqat 2 ta ish qilganman. Men hozir 40 yoshga chiqqan bo'lsam, 2 ta ish qo'limdan keladi. Dastur tuzish va dasturlashni o'qitish, boshqa narsa qo'limdan kelmaydi. Kimda mana bu Windows, Word, Excelni o'rgat desa, o'rgatishim mumkin. U ham menga emas-da. O'sha payt ham aytardim. O'sha paytda men nima qilganman? O'zi yaxshi aytdinglar buni. Endi o'qishni bitirganimizda Paynet endi chiqyapti. Bizning ustozlarimiz ham shu yerda ishlashardi. Bizni ham chaqirishgan. Oylik taklif qilishgan haqiqatda bormaganmiz. Chunki o'qituvchi 2 barobar oylik nima qilardi? Chunki Toshkentda yashab qolishimiz kerak-da biz. Ota-ona bo'lsa qishloqqa qaytish kerak, boshqa ish qilish kerak. Men doim 2 ta orasida yurardim. Men o'qituvchilik qilsam, o'qituvchilik qilganda ham dasturlash o'qitaman. Agar zakaz bo'lib qolsa, buni ishlayman. Men shu ikkala orasida yurganman. Orada universitetda ishlaganman.
ta'lim baribir charchatadi-da. Keyin ta'limdan chiqib ketib korxonalarda dasturchi bo'lib ishlayman. Dasturlashdan ham zeriksam, biznes qilib ko'ramiz oraliqda. Hozir endi mana yana shu outsource qilib dasturlashga, endi asosan boshqaruv nimasida shunaqa. Tushunarli. Javobingiz uchun rahmat. Hozir lekin bir narsa, bu o'sha paytlari men Rossiyani, Ukrainani ko'rganimda bir bizlarda emas, Ukrainadagi professionallar ham shunaqa degan. O'sha payti ko'pchilik tashab ketdi. Endi aytganda tushungan odam buxgalteriyaga o'tib ketdi. O'sha payt 2005-2006-yillarda yashab qolganlar keyin vaqt o'tishi bilan zo'r bizdan sal vaqtliroq oldin boshlangan bo'lishi mumkin. 2006-2005larda ularda ham shohbol bo'lgan ekan Ukraina. Bir 10larga borib shamol tekkan, bizga bir 5 yil keyin keldi. Siz har doim shu men tushunganim bo'yicha dasturlashni o'rgatish bilan shu dastur tuzish, ya'ni injenerlik orasida yurgansiz har doim, to'g'rimi? Shunaqa. Bittasini ikkinchisidan ustun ko'rasizmi yo ikkalasi ham sizga yoqadimi? Qaysi biri o'zi ko'proq yoqadi? O'rgatishmi yoki o'tirib o'zingiz dasturlashingizmi? Yo'q, har ikkalasi ham buni bir narsada bo'lmaydi. Ya'ni xuddi nima deydi? Bir narsadan charchasa ikkinchisi bilan shug'ullanadi-yu. Xuddi shunaqa narsa bu. Endi o'qitish, lekin bitta narsa bor. Meni ishlab chiqqan metodikam kamchiligi bor. Buni hamma o'quv markazida ham nuqul janjal bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'zim ham bilaman, tan ol. Men ishlab chiqqan metodikani hammasi iqtidorli bolalarga mo'ljallangan. Nima deydi? Haqiqatda olimpiada chempioni bo'laman deganlar uchun. Misol uchun-da, men shunchaki sportchi bo'lsam bo'ldi deganlarga mos tushmaydi. Men nima deydi? Bizni metodimiz bilan, dasturchi bo'lolmaysan deganimizni boshqa odam o'qisa dasturchi qilib bo'lishligi mumkin. Kamchiligimiz shu yerda. Buni hamma aytadi, o'zim ham tan olaman. Chunki men endi dasturlash ba'zan shunaqa bo'ladi. Men boshqaruvda ishlaganda har kun majlis bo'lib ketganida bir hafta odam charchab ketib qoladi-da. Bolalarga urushamiz. Ba'zan keyin o'tirib bir kun dastur tuzganimda maza qilasan-da. Chunki kompyuter jonivor aytganiga qilsa, xatoni ko'rsatib bersa, undan oson. Lekin aslida menga nisbatan oson dastur tuzish. Lekin dastur tuzish biz boshlagan vaqt davrdan bu yoqqacha juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Agar faqat logika yozish bo'lsa, men uchun eng osoni. Lekin dasturlash bugungi kunda logika yozishning o'rniga nastroyka qilish, balobatda shunaqangi narsalar ko'payib ketdiki, ba'zan logika yo'q ishlarni ham qilish kerak bo'lib qoladi. To'g'ri, javobingiz uchun rahmat. Nima desak bo'ladi? Bu narsani so'raganim, hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz-ku, dam olishga kod yozaman deb. Oldingi safar ham Said Olim aka ayttiradi, men zerikkanimda dam olish uchun zerikkanimda dam olish uchun kod yozaman deb. O'sha paytda ham aytdim, biz nimadir xato qilyapmiz. Dam olayotgan paytimizda nimanidir eslash ancha bo'ldi. Endi hozir yana ham yozgim kelyapti. Maslashsam o'zi nimalardan so'raymanda, shogirdlarimdan, boshqa. Men qara bolalarga ish buyurasan-da. Kim ba'zan jahlim chiqadi. O'tirib turib o'zim qilib tashlasam, zo'rg'a ushab turadi. O'zi narsa, yo'q Qudrat aka, endi siz qilmang, tuzmang. Shu boshqarib turavering. Ba'zan-da jahlim chiqib ketadi. Tur deb o'rniga o'tirib tez-tez o'zim qilib tashlayman deb, zo'rg'a o'zim ushab turaman yoki qaysidir modulni o'zim qilaymi degan narsa baribir tortadi. Endi sekin chiqyapman, baribir yo'q. Qilmasligim kerak deb bosib ushab turaman. Shogirdlarga ko'proq imkoniyat berib, o'zligining qo'liga topshiryapsiz, to'g'ri tushungan bo'lsam. Sizni kecha ham mana kamera orqasida turgan shogirdimga gapirib berayotgan paytimizda kim keladi ertaga dedilar-da. Ertaga ustozlarning ustozi keladilar. Qanaqa tushunmaganlardi. U insondik. Men eshitganim bo'yicha 2006-yilda birinchi kitoblarini yozganlar, darsliklarni yozganlar. Shunaqa darajada nima desak bo'ladi, tajribali ancha yillardan beri shu sohada ishlab kelayotgan odam deb gapirdik-da. Juda ham ko'p darsliklar chiqargansiz. Shu haqida aytib bera olasizmi? U nimadan boshlangan, nima sabab bo'lgan? Endi bilamiz, baribir o'zbek tilida hozir ham resurs kam, u paytda menimcha umuman bo'lmagan o'zbek tilida. Siz kitob yozishingizga, darsliklar chiqarishingizga shu yo'qligi sabab bo'lganmi yo u orqasida qanaqadir moliyaviy maqsad bo'lganmi shu haqida? Hammasi. Bu yerda aslida hammasi. Boya aytdim-ku, imkoniyat. O'zi Alloh taolo har kimga qobiliyat beradi-yu. Qobiliyat berganida u uchun ba'zi ishlar oson bo'lib qolar ekan. Mana misol uchun Bahodir Jalolov, yoki Hasanboy Do'stmatov. Men misol qilib tushuntiraman-da. Ularga
boks bo'yicha jahon chempioni bo'lish qayta oson. Kim o'tirib programmist bo'lishlikda tasavvur qilyapsizmi? Programmistlarga bitta boksga tushasan desa, hayotda deydi. Million beraman desa, nima bersang ham tushmayman men deydi. Misol uchun. Endi u payti men o'tirib endi birinchidan ham pul topishim kerak. Halol mehnat qilishim kerak. Va savol tug'iladi. Men nima qilishim mumkin? Qo'limdan nima keladi? O'sha payt. Kelmaydi birinchidan hech narsa. Jismoniy mehnat qilmayman, qila olmayman yoki qobiliyat yo'q. Nima bilaman? Programma tuzish bilan u payt kelib turib zakaz beradiganlar yilda bitta ikkita chiqmasa yo'q. Shu bilganimni o'rgataman. Shundan kitob yozilgan, boshqa bo'lgan. Endi o'zi aslida alam qiladigan joyi ham bor. Qanaqa ma'nodaki, qani men ham o'zimcha o'ylagandim o'sha paytlarida. Men shunaqa kitoblar yozsam, men o'lib ketsam, mendan keyin ham qolsa-yu bir savob borib tursa degan niyatlar ham o'tgan. Lekin afsuslanarli holati bugungacha kelib, men yozgan kitoblar mendan oldin o'zi o'lib ketdi-da, chunki texnologiyaga bog'langan. Texnologiya yo'q bo'lib ketdi. O'sha yerda men bildimki, men yo'nalishni noto'g'ri tanlagan edim. Endi masalanda Al-Xorazmiy, matematika, aljabr deydi boshqa. U nima uchun ishlab chiqdi deb o'ylaysiz? U masalan shu meros masalalarini taqsimlashni osonroq o'rgatishlik uchun qilgan. Bugungi kunda hozir kim nima ish qilsa, savobi bor yotdi-da. Endi men shunaqa agar keng mehozda fikrlaydigan bo'lsak, lekin biz hozir qilgan ishlarimiz birortasi, men aytayapman, o'zimizdan oldin o'lib ketyapti. Keyin oxir o'ylab to'xta. Texnologiyalar o'zgaraveradi. Bittasining o'rniga boshqasi chiqadi. Nima o'lmaydi? Algoritm o'lmaydi. Demak, men algoritmdan kitob yozishim kerak ekan. Endi boshlovchi uchun ham, professional uchun ham undan foydalansin. O'shan demak mendan asar bo'lib qoladi degan tushunchalar ham paydo bo'lgan, niyatlar, boshqalar. Lekin chat-chipiriq chiqqandan keyin u ham o'ldi. Ya'ni bu balkim aslida kerakdir. Hozir bu masalalarda aniq bir nimaga, ya'ni oxiri yo'q endi buni. Qanaqa ma'noda? Aslida qilish kerak, vaqtinchalik ko'proq vazifasini bajaradi. Chunki mana urush paytida ham odamlar, misol uchun ko'rsatadi, botqoqlikda o'tayotgan payti o'tolmay qoldi. Oxirida bir yarim metr, 1 metr qolganda o'sha qo'ygan yog'och yetmaganda soldatlar borib o'zini tashlagan. Bo'ldi. O'sha soldatning yelkasidan tank o'tgan. G'alaba qozon. Ya'ni bizlarning qilib turgan ishimiz to'g'ri, ko'zga ko'rinmasligi mumkin. O'sha yerda kimligini ham hech kim eslamaydi, boshqa qilmaydi. O'shanaqa o'tish davridagi bir soldat kabi xizmat qilgan bo'lishi mumkin qilgan ishlarimiz. Bu joyda yana bir narsani so'ramoqchiman. Sizni kurslaringiz, sizni kitoblaringiz qaysi birlardir elektronniy boshqa narsalar tarqalib ketib qolganligi haqida eshitganmiz edi. Ya'ni tekinga qaysidirlar pulli tekinlari ham bo'lgan-ku, to'g'rimi? Pullilari ham bo'lgan. Pullilari masalan tarqalib ketib qolganda shu narsaga reaksiyangiz qanaqa bo'lgan? Masalan, shuncha mehnat qilgansiz, o'zingiz aytganingizdek, tankni yotib botqoqlikdan o'tkazgan odam sifatida qolganlar siz qanaqadir ma'noda sizning mehnatingiz orqasidan pul qilyapti yoki shunchaki tekinga tarqatib yuryapti, shu narsaga reaksiyangiz qanaqa bo'lgan? Bu zo'r. Bu 2009 da boshlangan. Bu o'sha birinchi versiyasi 2006 da. Keyin 2009 da 2008 ekan. 8 da boshlab, yo'q, 9 da tugagan. Qanaqa bo'ldi? Oralig'ida men bir yil Xorazmda yashab keldim. Endi Xorazmda yashagandan keyin u payt men boshqa dastur tuzmasam kerak. Ya'ni men umuman tushkunlikka tushib qolganman o'sha davrda. Qanaqa ma'nodaki, dasturlashdan uzoqlashdim-da. O'sha payti hamma yiqqan kitoblarim, boshqalarim, Delphi tili professional degan zo'r kitoblarni kimlarga berganim men bilmayman. Endi Xorazmga qaytganimda men endi boshqa programma tuzmasam kerak deb o'ylaganman. Chunki Xorazm o'zi Toshkentda sanoqli odamlardan zakaz tushadi. Qaytib borganmanda kollejda dars berganman, boshqa qilib yurganman, nima qilsa bo'ladi. Keyin o'sha oralig'da Qudrat Eshmetov degan men sherigim ham bor-da, o'sha sinfdoshim. O'sha bilan rosa tortishib o'sha payti Rossiyada infobiznes rivojlanayotgan edi. Men bu endi Evgeniy Popov boshqalar chiqayotgan. O'sha payti biz birinchi marta video kurs yo'lga qo'ydik. O'zbekistonda 3 ta odam bor. Men bittasi Farhod Dadajonov, ikkinchisi Miraziz, nimami dizayner, interyer dizayner qiladigan, biz yana kimlardir edi, ko'p emas edi. O'sha payti u bilan maslahatlashib mana shu video kurs chiqarishni boshlaganmiz.
O'zbekistonda yo'qda, hali qanaqa xo'p mayli ishlab chiqdik, qanaqa sotamiz. Ya'ni bu oylab, yillab davom etadi-da. O'sha 2009da oxirida kasallanib bo'lib qolgandim, o'sha qilaman deb bir joyda o'tirib ish o'rgandan uzoq muddat, baribir manfaatdorlik bo'lmasa nima qilmaydi. Tasavvur qiling, siz 6 oy, 1 yil vaqtingizni sarflaysiz, oilangiz bor, bolalaringiz bor. Qanaqa pul topamiz, nima qilamiz? Keyin men programma tuzardim, himoyasini tuzardim. Qudrat Eshmetov buzardi. Asablarim buzilib ketardi. Men bir oylab himoyasini o'ylardim, kelib turib 5 minutga yetmasdan buzib tashardi. Jahlim chiqib, otib borib, bir hafta xafa bo'lib yurardim-da. U nima qilardi? Men qanaqa himoya qilganimni ham aytib qo'yardim-da, shuning uchun tez buzardi va u tayyor instrumentlardan foydalanardi. Shunaqa o'rgandik, shu darajaga borib yetdik, o'sha 2009-yil ekan. Shu xulosaga kelganmiz. Yer yuzida o'zi aslida himoya degan narsa yo'qligini tushunib yetganmiz. Himoya degan odam kimgadir. Asl o'sha yuqori o'rindagi hacker nimalar uchun himoya degan tushunchani o'zi yo'q. Shuning uchun hacker deganlarga ham ta'rif. Kim hacker desa, o'zi xohlagan ma'lumotdan o'zi xohlagancha foydalanadigan odam. To'siq bor degani siz bilan menga borda, to'siq unga yo'q. U to'siqni o'tadi qanaqa bo'lmasa. Tem bo'lib biz videoni himoya qilishimiz kerak. Videoga umuman hech qanaqasiga himoya. O'sha payt ham bo'lmagan, hozir ham asli yo'q. Endi uni variantlarini aytib, o'sha paytda ish boshlaganimizda biz rozi bo'lib boshlaganmiz. Ya'ni buni himoyasi yo'q. Qo'ldan kelgancha himoya qilamiz. Da nima qilaveramiz? Endi buzilishi oldindan bilgandik. Endi ba'zi bir hollatlarda hazillashib, boshqa qilib, yo xafa bo'lmaysiz, qanaqa olib turib o'zi buzib foydalangan bu boshqa kategoriya. Olib turib sotib yurgan umuman bu boshqa kategoriya va hokazo. Har xil shunaqa. Endi lekin bizda mana shu o'rinda nima bor? Rozichilik olish degan nimalar ham bor. Har odamda keladi-da. Qarayman deydi. Shu paytda buzilgandan foydalanib qo'yganman, boshqa qilganman deb ko'p, eng qiziq tarafi juda ham ko'p odam kelib keyin pul berib ketgan. O'sha men dasturchi bo'lib ketganman, kelib pul beradi, orada keladi, uzrda pul beradi. Yo'q, uzr so'rayman, haqqini to'ladim. Ba'zi birovlar hali bungacha chiqqan payti administratorlar plastik karta tashlab yuboradi. Masala keyin borib nimadan ham so'radik buni. Endi hozir to'lamoqchiman dedi. U payt so'mda edi, misol uchun-da. Baribir $50 qilib qo'ygandim-da. U bundan 10 yil oldin foydalanganini pulini to'lash kerakmi? Hozirgi pulni to'lashga borib nimalar olimlardan ham so'radik-da. O'sha paytdagini to'laydi dedi-da. O'sha paytdagini to'lasa, lekin o'sha paytda men baribir $50 ga chaqib qo'ygandim. Shunaqa to'laganlar juda ham ko'p bo'lgan. Gap qilsa boshida bitta ikkita odam berganda rosa xursand bo'lganman. O'zlari kelib, men to'g'risi rosa qo'rqqandim, urishib so'kib tashlashdi bo'lib, nimaga urishib so'kaman? Men hozir bermasang, mayli berding deganman-da. Lekin ba'zi odamlar bor, shunday masjidda jumadan boshqa narsa chiqib qoladi-da, o'g'irlar foydalanganmiz, rozi bo'ling deb qo'yadi. Bizda rozi bo'ling degan gapni tilimda aytsam rozi bo'ldi deb o'ylashadi. Bitta bola shunaqa deb hazillashsa, bo'ldi dedim, shunda plastik chiqardim. Men shunga o'tkazib yubor dedim. Momma, yo'q, rozi bo'laman desa, umuman kutmaganda. Bizda rozichilik degan narsani rozi bo'l deymiz, u biror do'stingdan, boshqa narsadan. U tilda aytdi, u hali qalbida rozi bo'lmasa, rozi bo'lmaydi. Endi meni holatimda hali bilmayman. Uni sababini ham aytgandim. Men o'z boshimga qaror bera olmayman. To'g'ri. Video kursning muallifi kim? Muallifi men. Lekin qaror berishga bera olmayman. Sababi o'sha payt men yillab video yozganimda bolalarim yosh bola edi. Ular xonaga kirmasdi. Men video yozaman, xonada o'tirib chiqib ketishardi, boshlandi deb. Xonadan chiqib ketadi, ularning bolaligi bor, shundan kutuvi bor, ularga nimadir olib berish kerak. Bu oilanikida endi. Buni haq endi mendan oilaga ko'chgan. Men o'zimdan nima qilganim bo'lsa, menda o'g'lim bor, qizim bor, boshqasi bor. Ya'ni bu narsa vaqt o'tishi bilan ochiladigan narsa ekan. Yana bitta qiziq tarafi, o'g'limda, qizimda bo'lgan, bir aytib bering, qizim bog'chaga chiqadi, endi bir otang kim, onang kim deb so'raydi-yu. Endi qizlarim ham quloqlari o'rganib ketgan, dasturlash video yozib o'rganimdan. O'qituvchi dadam, nimadan dars beradi desa, C++ dan desa, bog'cha bor. Nima? C++ deb aytadi. 2011-yilda ular tushunmaydi, nima deyapti bu deb. Eng qiziq tarafi bugun eslab turadi. O'sha qizim 1-2 sinf paytida o'zim bitta programma tuzgan. O'sha paytdan o'tdim men hozir, to'g'risi.
oldin zeriksam ham programma tuzib tashlardim. Bu qaysi yil edi hozir eslay olmayman. 10 yillar u yog'ida zerikkanimdan o'sha shanba bekorchilikdan programma tuzdim. Qizim maktabga chiqishi kerak. Hech bo'lmasa o'zi o'rganadi yo o'xshab qolsa kimgadir sotaman deb o'sha matematika qo'shib ayirishib o'rganadigan, lekin metodikasini ham to'liq o'rganib chiqdim. Rossiyskiy zo'r, haqiqatda zo'r metodikani o'rganib chiqdim. O'zi metodikaga qiziqadigan odamman, ta'limga qiziqaman. Yaxshi eng zo'rini topdim-da, u zo'rva deganni matematikasini elektronlashtirib, chiroyli qilib tuzdim. Testeri kim bo'ldi? Birinchi sinf qizim bo'lgandi o'sha programma. Chunki uni siz men ishlagani foydasi yo'qdi. Men uni harakatini o'rganishim kerak. Men endi yoshlar pedagogika bo'lishim kerak-da. U bechora ishlaydi, tushlarimga kirib chiqadi. Keyin aytayapti-da, ba'zan programmada bak chiqadi-yu. Bu savolingda to'g'ri javob yo'q deydi. Uzr to'g'rilab qo'yaman, to'g'rimi? Keyin oxirida nima deb qo'yadi. Qayta ishlayib turaman, behisob bo'lib ketdi. Buni qizim senga buni olib beraman, buni olib beraman. Faqat men bir narsani tushunmayapman. Nima tushunmayapsan desa, xo'p buni tuzib bo'ldik. Qanaqa pul topmoqchisiz? Men shuni hech tushunmayapman. U unchalik ko'p sotilmadi, lekin afzal tarafi mana bugun birinchi sinfga chiqqan qizim ham shuni bugun aynan bu yerga kelishdan oldin qo'yib berdim, matematika o'ynab, nima qilib. Kamida o'zim oilamga nimalardir bo'lib qolgan. Ya'ni boyaga zerikkanda programma tuzgan, oilaga bo'lib qolganda, ommaga chiqargan, nima qilgan. Juda ham zo'r. Bu narsani oldingi suhbatimizda gapirdimmi yo'qmi? Aynan 2006-yilda akamlar o'sha CPPMPda o'qiyotgan paytlarida menga ham ko'paytirish 2-sinfda o'qirdim. Ko'paytirish mavzusiga kelganimizda, ko'paytirish bo'lishga kelganimizda 3 xonali sonlarni ko'paytirish bo'lishga dastur tuzib berganlar-da. O'sha paytda meni aqlim ham yetmasdi qanaqa qilib bu narsa ishlashiga, lekin kuniga mana shu limit bo'lardi. 10 ta ishlamagunimcha kompyuterdan boshqa ish qila olmasdim-da. O'ynash kerakmi? Masalan, shu paytda GTA bo'ladimi yo Need for Speed bo'ladimi? O'ynab bo'lmasdi. Birinchi bo'lib misollarni ishlash kerak edi. Demak, o'sha paytdagi sizni qizingiz ham, men ham masalan birinchi testerlardan bo'lgan ekanmiz-da, sizlar yozgan dasturlarni. Javobingiz uchun rahmat. Yana bir narsani o'zim qiziqqanim uchun, ya'ni shogirdlarim ham yoki bizani eshitadigan odamlar uchun ham shu narsani so'rab qo'ymoqchi edim. Hozirgi aytib o'tgan gapingiz haqida. Ya'ni siz to'g'ri deb bilasizmi? Ya'ni hozir kimnidir sharoiti yo'q, deylik, dasturlashni o'rgangani, kurs sotib olgani yoki ta'lim markaziga borib o'rgangani sharoiti yo'q, lekin uni qo'liga piratskiy kurs tushib qoldi. Kimdir berdimi yo o'zi ko'chirib oldimi? O'sha narsani hozir ko'chirib, o'qib, o'rganib, ertaga o'sha sohada ketib, o'rganib ketgandan keyin pulini to'lab qo'yadigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladimi yoki oldindan harakat qilish kerakmi? Optimal holatda sizning o'zingiz fikringiz qanaqa? Aslida o'rganish kerak. Topib haqdorni rozi qilgan afzaldir. Hech bo'lmasa shuni nomida. Endi nima? Hozir bu biror bir fatvo emas. Shunaqa qilinglar degani emas. Shuni to'g'ri tushunish kerak. O'rganish kerak bo'lgan narsani o'rganish kerak. Haqdorni topganda rozi qilish kerak. Hech topolmaydigan bo'lsa, uni nomidan sadaqa qilish kerak. Masjidgadir, malgadir, u kishining nomidan. Lekin bu aslida bahona. O'rganaman desa topiladi. O'rganaman desa topiladi. Bu narsani so'rab o'tganim o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lganki, o'zim sotib olgan kurslarimni birovga beraman deydigan bo'lsam, ya'ni shogirdlarimda orasida shunchaki olganlar ham bo'lgan, uni so'rab, savol javobi haqida qiziqib, keyin olmaganlar ham bo'lganda, olsangchi, keyinchalik o'rganib shu sohada mutaxassis bo'lib ketadigan bo'lsang, keyin pulini to'lab yuborasan. Mana aniq kursi muallifi bor, qayerda sotilayotgani bor. Masalan, Udemy'da olingan kurslar edi. Muallifi bor aniq deydigan bo'lsak, yo'q deyishganda. Yo'q, mumkin aslida bor-ku. Men ko'p ko'rganman, ba'zi birovlar so'rab kelganda bilmayman. Shundoq so'rab kelishgan, bilmayman, to'g'risi. Men hozir samimiy aytyapman, bilmayman nimaligini. Menga tekinga ber sharoitim yo'q degan ba'zi odamlarda, ha bo'ldi deb bergan, hech kompyuterda ishlamagan shu. Ha. Nasturikasi menga bog'liq emas yoki o'zi tekin bergan narsa baribir qadriga yetmaydi. Tekin kelgan narsa ochib o'qimaydi. Agar puli chiqqanida, misol uchun, berilib o'qiydi. Agar uni ham teskarisi, agar haqiqatda oxirgi pulini sarflagan bo'lsa, uni oxirigacha chiqarib oladi. To'liq foydalanadi. Tekin narsadan nimada? Mana aslida o'sha men yozgan video kursdan ham boshqadan ham YouTube'ga kirsa, undan ham afzal. Mayli, o'zbek tilida emasda, undan afzali ham topiladi.
agar til bilsa ruschada inglizchada lekin tekin bo'lgan uchun hech kim kirib qaramaydi. Mana hozir Udemy deyapmiz a, Udemyda men ham ko'p olganman, hamma programmist olib nima, lekin undan afzali YouTube'da ham turgan bo'lishligi mumkin. Nima qidirib topishga vaqt ketadi. Lutf $10 beray dedi. Olgandagi men bestsellerlarni olardim. Nimasi bestseller? Qanaqa olsam 1 tiyinga qimmat. Men nima uchun olardim? Pedagogikasi uchun olardim. Bu nima qilibdiki bu bestseller bo'ldi. Million odam ko'ryapti, yo falon odam ko'ryapti. Men ham shunaqa qilsam deb olaman, 1 tiyinga qimmat narsa chiqdi. Uni metodikasi emas, marketingim beshligi ekanda. Men uni kech tushib yetganman. Buni nimasiga bestseller desa, marketingni zo'r qilib qo'yganidan chiqarganda aksariyat holatlarda. Buni o'zlaring ham menimcha bilasizlar, ko'pchilik biladi buni. To'g'ri. Reklama birinchi o'rinda turadi, savdo-sotiqda baribir. Mayli, bu mavzuyimizni endi yopadigan bo'lsak, endi shogirdlaringizga yana to'xtaladigan bo'lsak, shogirdlaringiz ko'p deb aytdik. Shu shogirdlaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Masalan, hozir bordir oraligida hali ham aloqada bo'lganlaringiz, top kompaniyalarda ishlaydiganlari, shu haqida masalan qanchalik ularning soni, masalan kimlar bizni bilishimiz mumkin, ular haqida qisqacha gapirib bera olasizmi? Yo, men uni sonini boshqasida bilmayman. Ular ko'p har xil ishlarda ishlashyapti. Ular nima deydi, oralarida biznesga o'tib ketgani ham bor haqiqatdan ma'lum bir darajada. Ya'ni endi bo'ldi-da, setyo boshqaruvgacha chiqdi. Endi u ham egalik qismini his qilib turib bu yoqqa o'tib ketganlar ham bor, ilmiy ish qilayotganlar ham bor. Xalqaro kompaniyalar o'zlari nima aksariyati endi men 10 yil oldin o'zimdan pryamoy o'qiganlarni aytyapman. Aksariyati o'zi ishlab turgan korxonada eng yuqori lavozimgacha chiqqan. Yo o'sha senior yoki bo'lmasam IT direktor yoki team lead o'sha komandani boshqaradigan darajaga chiqib olishgan. Chunki 10+ ular tajribasi ham har xil. Ularni masalan birontasiga to'xtalib aytib bera olmaysiz, demak, masalan falonchi nima men aytishim yo'q, endi qanaqa ma'noda buni aytishlikdan hozir aytib maqtanadigan joylari bor, qilib turgan proyektini yaqinda kelib startap qilyapman, hech kimga aytma. Ya'ni o'zi meni xursand bo'ladi, mayli hozircha uchini chiqarib qo'yishim mumkin. Bitta startap qilyapti, bir shogirdimiz computer vision bo'yicha Koreyalarda o'qib kelgan. Uni muqobilini Amerikada qilgan. Bu o'shani muqobilini qilyapti, yer yuzida yo'q soha. Haqiqatda o'zini oqlamaydi. Hozircha oqlamaydi, juda ham katta xarajat, lekin ularnikidan afzal yechim taklif qila olayotganidan xursandman. Xalqaro darajadagi bir startap qilyapti, Ixtiyor Majidov. Endi nima ish qilayotganini u yoq sal hozircha ochiqlamay turamiz, o'zi xohlamaganligi uchun vaqti kelganda aytishim mumkin. Mana endi asosiy yo'nalishi computer vision. Mana shuni aytib tursam bo'ladi. Endi ko'zim tegmasin, boshqa bo'lmasin. Ya'ni faxrlanadigan shogirdlarimiz ko'p. Hozir birinchi o'rinda men maqsad qilgan narsam xalq o'zini qahramonlarini tanisin degan. Ya'ni qanaqa ma'noda kimdirlar sizni o'zingizni biladi, kurslaringizni ko'rmagandir. Hozir oldin shunaqa edi. Hozir masalan akademiyani ochganingizdan keyin ko'proq videolar chiqyapti-ku, to'g'rimi? Birinchi o'rinda shu narsani maqsad qilganman, xalq qahramonlarini bilsin, ya'ni qanaqa odamlar bor o'zi. Shu sohani mutaxassislari kim? Ya'ni ko'rgandan keyin kim bo'lishi mumkin? Qanaqa challengelardan, ya'ni qanaqa hayotiy to'siqlardan o'tgan ki ular o'zligiga solishtirib ko'rib, ha bu insonda ham hozir manaqa bo'lib ketibdi. Ular ham men o'tgan narsalardan o'tgan ekan degan xayol bo'lishi uchun ham siz bilan suhbat qilyapman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, yana bir narsa, men o'zim tanishlarim bor, birga ishlagan hamkasblarim bordi. Hamkasblarim orasida siz aytdingiz, mol boqardim, sigirlar haqida gapirdingiz. Men hamkasbim bor edi, masalan, o'zlari Gulistonda yashaydilar. O'zlari Gulistonda yashaydilar, Toshkentga har kuni qatnab ishlaydilar-da. Shunaqa paytda men shu payt 2018-yilda 1,5 million oylik olaman. Ular 800 ming so'm oylik oladi. Lekin u olayotgan oyliklari borib kelishlarini o'zini ham qoplamaydi-da. Har kuni ertalab hammadan oldin keladilar, har kuni hammadan keyin chiqib ketadilar ishxonadan. Aka, nimaga o'rganyapsiz? Men ertaga birim 2 bo'lish uchun, meni farzandlarim mendan nima desak bo'ladi, o'rnak olish uchun o'qiyapman. Ularni ertaga jismoniy mehnatga qiziqishim qolmadi. Shu paytgacha har xil ish qilib ko'rdim deb aytdilar-da. Taksi ham haydadim, qurilishda ham ishlab ko'rdim, dalaga chiqib ham ishladim. Lekin menga ko'nglimga yoqqani shu dasturlash bo'ldi. Men bitta
bitta do'stim shu narsani ko'rsatib taklif qildi. Menga yoqqanidan keyin o'zimni pulim ketsa ham hozir o'rganyapman deb aytdilar-da. Shunaqa hikoyalarni, hayotiy hikoyalarni eshitib ham bizani ko'rayotgan odamlarimiz o'zi uchun qanaqadir ma'noda motivatsiya olishi uchun ham sizni yoki boshqa insonlarni suhbatga chaqiryapmiz. Xudo xolisa shunda kimgadir qanaqadir ma'noda ruhlantiruvchi hikoya bo'ladimi, qanaqadir manfaat bo'lishi uchun bu narsani boshlaganmiz o'zi. Keyingi savolimiz, ilmiy ishlar bilan shug'ullangan ekansiz. Shular haqida gapirib bera olasizmi? Sun'iy intellekt bo'yicha ham ishlagan ekansiz. Nimaga bu narsani tashlab ketdingiz? Balki hozir sun'iy intellekt rivojlanayotgan paytda siz qanaqadir dunyo miqyosiga chiqishingiz mumkin edi, balki startap qilishingiz mumkin edi, o'zingiz shogirdlaringiz haqida ham aytib berdingiz. Ularning o'rnida bo'lishingiz mumkin edi, balki. Nega qanaqa boshlandi bu narsa? Nega chiqib ketib qoldingiz? Bu asli bu narsa hammasi bir-biriga bog'liq. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi sonda Said olim aytib o'tdi. Said olim bilan biz bitta framework qilganmiz. Hozir buni sun'iy intellektga qaytamiz. Buni birga bog'liq joylari bor-da. O'sha paytda biz Said olim bilan 2007-midi? 6-7-yillarda ekanda, menimcha bitta framework qilganmiz veb-sayt qilishlik uchun. Ya'ni bir necha sayt qilganda o'zimizni soddalashtiradigan, Said olim bir sal boshlab bergan, keyin bir rivojlantirib bu qilganmizda, keyin qaysidir bir yili Said olim aytib qoldi. Qudrat aka dedi, eslaysan biz boshlagan bir andaza deb boshlaganimizni xuddi shu strukturada CodeIgniter chiqqan. CodeIgniter framework biznikiga juda ham yaqinda. Buni Said olim bilan o'zimiz fikrlab, u boshlagan, men davom ettirib nima qilib ketganmiz, lekin u professionalniy. Nima uchun u framework professionalniy, bizniki professionalniy emas degan savol qiziqarli-da. Sababi biz bu yerda всего одном. U CodeIgniterni qilayotganda faqat CodeIgniter frameworkning ustida ishlab rivojlantirishni maqsad qilgan, boshqa qilgan, sharoit shunga mos bo'lgan. Biz bu yerda bugun veb sayt tuzamiz, ertaga Delfida programma tuzamiz, yana nimadir ish qilamiz. Bu yerda muhit yo'q edi, unga haqiqatda uni zo'r framework qilishlikka sharoit yo'q edi. Bilim saviya yetarli edi, sharoit yo'q edi. Ilmiy ish masalasida ham. Ilmiy ish o'zi aslida to'g'ri aytaman, nima uchun ilmiy ish u yoqqa kirib qolganligim desa, o'sha universitetga kirishligimdan sabab u Toshkent propiska olish juda muammo edi. Men bir doktor bo'lsam, xalqqa bir foydasi keladigan odam bo'lsa, zora menga ham Toshkentdan propiska bersa kerak deb umid qilib uni o'qiganman o'zi aslida. O'sha paytda ham rosa nima qilardim doktoratura o'qiganda, chunki men bu yerda xususiy sektorda yaxshiroq oylik beradi-da. Nima qilib ishlaganimizda, lekin bitta qiziq tarafi bor. Men o'zi aspiranturaga kirib, doktoranturani tugatib ketganmiz-da. Ya'ni o'rtada nimalardir bo'ldi, 1 yil attestatsiya topshirganmiz. Mendan boshqa hamma o'zi 2 ta odam o'tdi, attestatsiyadan o'tmay qoldi. Bittasi o'tgan ham tashlab ketdi. Bitta o'zim qolganman, nimadan kursdoshlardan shunaqa bo'lib ketgan davrda yashaganmiz-da. Men hazillashib aytaman-da, bitta sal qiz zerikib qoladilar-da, 1 soat ichida bitta anekdot aytib bering. Afandiga bitta podsho aytibdi, eshakni o'qitib bilasanmi debdi-da. Eshakni o'qitib bilasanmi debdi. O'qitib bilaman debdi. Shu kitob o'qiydigan qilib bilaman. Faqat uzoq vaqt kerak bo'ladi. Bir 40 yilda buni kitob o'qiydigan qilaman debdi-da. Keyin buncha qancha pul, katta normalniy pulni aytgan. Olgan yeb ichib yotsam aytadi, ahmoq. Afandi endi kallang ketadi. Kallang joyidami sani? Podshoh bilan ham o'ynashasanmi? Eshakni o'qitib bo'lmaydi desa, qiziqsan debdi. Shu 40 yil ichida yo eshak o'ladi, yo podsho o'ladi, yo men o'laman degan ekan. Bu asli men o'sha doktoraturaga kirib, unda baribir azobida doktor bo'lganda mana senga deb nima beradigan holat masada. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi, men hazillasham, doktoranturamni bir nimadir yo'qotib yubordi. Podsho aqlli chiqib hamma eshaklarni o'ldirib yubordi deb hazillashardim-da. Shu bilan u yopildi. Haqiqatda sun'iy intellekt bilan shug'ullandik. Ignat Nikolaevich bilan, u kishini O'zbekiston neyron to'rlarning otasi deyiladi. Lekin biz shug'ullangan nima bilan, xalqaro o'yindagilarning o'rtasida farq juda katta-da. Chunki biz xos nimada kirganmiz-da. Yangi algoritmda ishlab chiqish, boshqa qilish. Endi menda nima bo'ldi? Keyin xuddi o'zi maqsad nima edi? Yashab qolish bo'lgan shaharda. Keyin o'sha nimaga o'tib ketildi? Частный sektorga o'tib ketildi. Shu asosan. Shuning uchun to'xtab qoldi bu.
частный sektorga o'tib ketganingiz uchun to'xtab qoldi demak. Ha. Bu частный sektorda o'tib ketganingizda siz shunchaki xodim bo'lib ishlaganligingiz haqida aytyapsiz, to'g'rimi? Undan tashqari startaplar ham qilganmisiz? Qanaqadir o'zingiz ishlaringizni boshlab, ya'ni akademiyadan shu Gita akademiyasidan oldingi qanaqadir ishlaringiz bo'lganmi hech? Ha, u yerda qiziq bo'lganda O'zbekistonda hali hech kim bir elektron narsani sotib ko'rgan emas, video kursni sotib ko'rgan emas. She'rga qudrat bilan dedim, Xorazmda boshlangan bu narsa. Keyin men Toshkentga qaytib keldim. Qiziq tarafi reklama qilish nimalarni bilmaymiz-da. Mumkinmi? Ya'ni O'zbekistonda video kurs sotib pul topish mumkinmi? Bilmaymiz, nazariya hammasi. Sotganmiz, bir 100 mingga sotganimda Qudratga telefon qilib aytganim esimda bor haligacha. Nima deb, mana qara, mumkin ekan deganman. Nima mumkin ekan desa, reklama qilib pul topsa bo'ladi. Mana 100 ming so'mga o'sha paytda nimadir kursni sotganim, qanaqa pul olish umuman imkoni yo'q. Hozir bugungi kunda plastik yo'q, hech qanaqa imkon yo'q-da. Naqd pul olish kerak. Undan tashqari naqdni yo'qotib plastikka qilib tashadi. Plastikka pul o'tkazish yo'q. Mendan video kurs olganlar nima qiladi? Kelib turib navbatga o'tadi. Pul desa plastikda bir do'konga kirib turib produkt taqiladi, nima qiladi? Nimadir olib borib, men shunaqalardan boshlagan, keyin 2014da keldida buni ofitsialniy firma qilib ochdik. O'sha kliklar uladik, yuzli zaproslar bilan programmalarni sotib oladigan, boshqa qiladigan. Endi uni ham bir ma'lum bir muddat yashadi. Sabab nimadan desa, boshqaruv yo'q edi. Men programmistman. Programmani tuzdim. Endi sevadnom bo'lib qoldi. Programmani tuzdik, sotuvchi ham o'zim, marketing degan narsani tushunmayman u paytda. Boshqa narsani ham tushunmayman. Ish qilib, ma'lum bir keyin u to'xtadi. Keyin dasturchi bo'lib ishladik. Orada startap men o'zim bojalarim nima deydi? Startap emas, xodim bo'lib chaqirishdi, borib maslahat berardim, ketardim. Bular nima deydi? O'zim bilan suhbatda ham aytdim, ular 200 ming dollarga tushgan uchun doim ularning ustidan kulganligim uchun oxirgi harakatimda o'zim ham bir 50 mingga yaqinlashib qoldi. Yana bitta narsa aytay, hazillashib bo'lsam birov haqida kulish kerak emas ekan, ba'zan o'zing tushasan 200 mingga tushdi bular desam 50 mingga yaqinlashib turibmiz-da o'zlarimiz. Bu bir o'zi oxirgi paytda mana odamlarga nimadir bilim bo'lsin desak, bitta narsani aytay. Men hayolimdan kimdandir noto'g'ri xayol o'tsa, o'sha holatga meni Alloh taolo tushiradi-da. Keyin xato fikrlaganimni to'g'rilab qo'yadi. Men misol uchun ba'zan nima bo'ldi, masjidga kirganimda, ba'zi odamlar kirgan joyda namoz o'qiydi-da. Odam u yerga oyog'ini yechib kirishi kerak. Ketadigan odam nima qilgan? Masjid bo'sh turibdi. Nimaga bu yerda o'qiydi deyman, farosatdan ham bergan ekan deb aytmayman, hayolimdan o'tadi-da. Shu yerda ham o'qiyman, farosatdan ham bergan ekan deb hayolimdan o'tgan. Keyin yozda men yuzim shamollab qoldi. Men komissiyaning tagida o'tirdim-da. Shu o'zimizni masjidga kirsam mazam qochib qoladi-da. Konditsionerdan mazam qochib qoladi. Namoz o'qib bo'lib orqa tarafga qochaman. Keyin oxirida bo'lsam konditsioner yetib bormaydigan joylar ekanda ular. Bu bitta holat. Qolgan kimdir meni nimadir noto'g'ri xayol o'tsa, o'sha holatga tushaman-da, o'sha holatda bo'laman. Shuning uchun iloji boricha birov haqida yomon gumonda bo'lmasdan nimadir sababi bor, tayinli sababi bor deyishlik kerak ekan. Shuni men o'zim hayotda sal o'rganganim shu. Birovni o'rniga qo'yib ko'rish kerak deysizda har doim. Ha, birovni o'rniga qo'yib nimadir sababi bor. Ha. Javobingiz uchun rahmat. Shu joyda bir narsani so'ramoqchi edim. Sal orqaga qaytib, ya'ni shogirdlaringiz chiqdi. Hozir ham o'zingiz dars berasizmi yoki faqat boshqaruvdamisiz? Endi har xil, endi menimcha bugungi kungacha oralig'ida dars berdim. Endi menimcha keyingi yilda to'xtatasiz u narsani. Yo'q, hozir men darsdan asosan boshqaruv. Boshqaruv bu, nima deylik? Ha. Shu baribir endi boshqaruv bo'lganda hozir sal yo'nalishim o'zgaryapti, to'g'risi men hozir sal nima deydi? O'quv markaz aksariyat holatlarda o'zini uncha oqlamaydi. Shuning uchun hozir biz yana outsource buyurtma asosida yoniga qo'shmasak o'zini o'zi tortishi juda ham qiyin bo'lyapti-da. Shuning uchun raqamli transformatsiya deydi o'sha. Raqamli boshqaruv menejeri yoki raqamli boshqaruv bo'yicha maslahatchi degan lavozim o'zimga bugun ChatGPT bilan maslahatlashib oldimda, o'zimga raqamli transformatsiya bo'yicha maslahatchi degan lavozimda konsultatsiyalar qilamiz. Tushunarli. Hozir shunga o'tib ketmoqchiman. Endi bunga sabab ham bor aslida nimani aytaman, bolalarim ancha katta bo'lib qoldi. Oldin Hojiboy aytadi, biz oldin yong'oqni shaqillashiga oshiqmadik, oldin yong'oqni shaqillashiga oshiq edim. Endi buni boya aytgandek, bola chaqalar buni yong'oq shaqillashiga oshiq emas. Menga kattaroq xarajatlar, shuning uchun xohlasak xohlamasa kattaroq
byudjet kattaroq nima bilan hozir shogirdlarim bilan ham Alisher boshqalar bilan maslahatlashganda kichik chek olmang Qudrat aka, men komanda qilsak ham dedi, u nimada misol uchun aksariyat holatlarda mana bir xil energiya ketadi, ko'proq ham ketib qoladi. Minimal chek 10 mingdan pastini olib o'tirmang, kerak emas, kimgadir berib yuboring, nimadir. Qancha chek katta bo'lsa, shuncha nima bo'ladi. Chunki asosan ham teng bo'lib meni vaqtim. Katta chek bu nima deydi? Agar 5 minglik proyekt bo'lsa ham har bir nuqtasigacha kirish kerak, injener sifatida, maslahatchi sifatida. Agar shu 100 minglik bo'lsa ham, ya'ni bir xil nimada bo'ladi-da. Bir xil boshqaruvchining energiyasini nima qiladi? To'g'ri. Ya'ni 10 minglik proyekt 10 mingdan kamlik proyekt bo'ladigan bo'lsa ham, masalan 100 minglik proyekt bo'ladigan bo'lsa ham odam bir xil qiynaladi, bir xil bosqichlardan o'tadi demoqchisiz. Bir xil qiynaladi. Ya'ni dasturchi emasda, lekin meni pozitsiyamda buni arxitekturasini-ku bir xil qilish kerak bo'lgan punktlarim bor-da, qilishim kerak bo'lgan ishlar hammasi o'tiladi. Naborot, men kichkina chek asabni egavlaydi-da u. Ya'ni har doim nima desak bo'ladi. Qilayotgan ish olayotgan pulga to'g'ri kelishi kerak demak. Mabodo men orada biznesmenlar ko'rib qolgan bo'lsa, 10 ming plyus bo'lsa, kesalaring mayli komandalar nima qiladi. Kichkina bo'lsa, lutf yozmay turinglar hozircha deydi. Orada reklama ham o'tib ketdi. Bu savolni o'zi so'raganimni dars o'tyapsizmi, o'tmayapsizmi so'rayotganim qaytishiydi. Ya'ni bir savolni o'zim beraman deb esimdan chiqib qolibdi, ro'yxatimga kiritib qo'yish, hozir ro'yxatimdan qarab aytyapman-da. Ya'ni dastur shuncha shogird chiqargansiz, shogirdlaringiz ko'p, qaysi birlargadir shunchaki darslaringizni ko'rishgan, qaysi birlardir, ya'ni leksiyalaringizga kirishgan, o'zingiz dars o'tayotganingizda qaysi birlardir akademiyada o'qigan bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz shu sohaga kirib kelib o'rganayotgan odamlarda ko'rgan eng katta va eng ko'p qaytariladigan xatoingiz nima deb bilasiz? Yaxshi savol, lekin men buni eng ko'p. Endi hozir dasturlashni o'rganish jarayonida. Mana bitta narsa. Yaxshi, hozir aslida bir nechta, lekin men hozir bir nechta bo'lsa, bir nechtasini ham aytib bersangiz juda. Endi men hozir ko'ksdan bo'ldi, bir harakat qilaman. Eng muhim, eng og'riqlisini hozir ayting. Bir nechtasini aytishga harakat qilaman. Bittasi mana hozirgi kunda dasturlash o'rganuvchilar kamayib ketdi. Bu bir taraf, har bir taraf tanganing ikkinchi tarafi bor. Kim bugun o'rganayotgan bo'lsa, ularga oxirigacha turib berish kerak. Yaqin 5 yil, 8 yil ichida ular eng qimmat kadrlardan biriga aylanadi. Sababi hozir mana sun'iy intellekt chiqdi, dasturchi hech kimgadir kerak emas, tushunmagan odamlar dasturlashdan uzoqlashdi, yoshlarni. Kim kelib o'qib turibdi desa, shuni tushunadigan yaqinlari bor. Akasi o'zini ukasini o'qityapti. Desa biladi, bu hali unga ancha qo'm pishig'i bor, yoki bo'lmasa bundan boshqa variant ko'rolmayotganligi uchun kim kelayotgan bo'lsa, ularga maslahat beradigan kimdir bor, o'shanaqa odam kelyapti. Ko'chadan shundoq kirib keladigan yo'q, chunki ularda ikkilanish bor. Bu degani yaqin 5 yil ichida kadr defitsiti bo'ladi. Boshida ishga kirish qiynalishi mumkin, lekin hali kim ikkilanib turgan bo'lsa, hozir boshlash kerak. Ertaga 5 yildan keyin kimdir mana o'rgan, u hali bor-da, u darajaga chiqquncha ancha qo'm pishig'i bo'ladi. Bu birinchisi bermoqchi bo'lmadim. Ikkinchi maslahatim, ko'pchilik tashab ketadi. Qanaqa? Mana 6 oy, 1 yil yurdi. 1 yil yurdida ish mana kimdir qaysidir o'quv markazida tugatdi deylik. Qaysidir o'quv markazida tugatdi. Da keyin ish topa olmadim deb tashab ketishi mumkin. Kimdir? Endi bizning nimamizda unaqa kuzatilmadi-yu, lekin u noto'g'ri qiladi deyman. Chunki u mana hozir 1 yil o'qib tugatdi, ish qildi. Yana kimdir keladi, bu yerda hali noldan boshlaydi. U sabr qilib natijaga erishadi. Lekin bu o'shani davom ettirish kerak edi hali. Endi bu 1 yil o'rgandim deganda haqiqiy o'rganishni tushunish kerak. Ba'zi birovlar men mustaqil o'rgandim deydi. Mustaqil o'rganganda 1 yil nimani o'rgandi u? O'zi ustozidan so'rash kerak. 1 yil kimdir ustozlik qildimi unga? 8 oy o'qitdimi? 10 oy o'qitdimi? Yana nimani o'rganishim kerak? Qanday o'rgan? Sabr qilish kerak. O'zi oz qoldi-da bu yog'i. Mana shu qancha o'rgangan bo'lsa, yana shunaqa davom ettirsa, albatta maqsadga erishadi. Tashab ketish kerak emas. Eng katta xatosi mana shu yerda. Ular nima deydi? Bitta xatosi mana o'zi o'quv kursi 1 yil ekan. Men 1 yildan keyin ishga kiraman degan mo'ljalni olish noto'g'ri. Chunki realniy ish topish 3 oydan 6 oygacha vaqt
talab qiladi. Siz hozir qayerda ishlayapsiz? EPAM Systems'da Mana ishlayman. EPAM sistemida ishlayapsiz. Agar ish almashtiradigan bo'lsangiz, sizda masalanda nimadir sizga nimadir sabab bilan ishdan bugun bo'shatdi, ertaga tayyor ish yo'q. Xudo biladi, 1 oyda topasizmi, 3 oyda topasizmi? Qanaqa ish yo'qligidan emas, sizga yoqadigani yo'q. U aslida pul bermaydi, beradi. Siz u pulga ishlash xohlamaysiz. U pulga ishlaganda uyda tekin ishlamasdan yotganim afzal deysiz-da. Ya'ni o'ziga mos ish topguncha 3 oy, 6 oy bu normal holat. Tajribangizda ishlamay qolgan muddatingiz qancha bo'lgan? Eng ko'pi 3 oyda. Mana, ya'ni buni nima uchun men hozir aslida siz nima qilyapsiz? Qolganlar bilishi kerak bu narsani. Bu normal holatligini bilishi kerak. Ish almashtirish 3 oy, bu normal, 6 oy bu cho'zilib ketdi. Endi bu hali ishlab ko'rmagan odam uchun 3 oy bu zo'r, вообще zo'r deyish kerak-da. Bu narsalarni boshidan tushunish kerak. Bu degani 3 oy kutib, yotgani uchun o'tkazish kerakmi? Bu 3 oy davomida ham o'zini ustida ishlash kerak. Mana shu 10 oy ustoz bilan qanaqa o'rgangan bo'lsa, shunaqa qilish kerak. Mana shu xatolari, masalan, ikkinchi o'zi umuman o'rganishlikda odamda ustoz kerak-da. Eng katta xato ustoz, aniq bitta ustozi bo'lishi kerak. Keyin yana davom ettirishmi? Mana hozir men boshida ham aytdim, mana shu paytgacha qilgan ishlarimiz, erishgan yutuqlarimiz ustozlarimiz mehnati samarasi. Va ustoz bitta emas, bir nechta. Endi bir nechta deganim ketma-ketlikda, kimdir oldin uni o'rgatgan, bu degan bir vaqt hammasiga bor degani emas, bitta ustozni mahkam tutish kerak. O'shani aytgani bo'yicha oldin ustoz tanlashning o'zining kriteriyalar bor-da. O'zi bilan xato qanaqa? Mayli, misol uchun o'quv markazida siz ustoz tanlashingiz kerak o'zi aslida. Bu aytish mumkin bo'lmagan, lekin ya'ni meni pozitsiyamda aytish mumkin bo'lmagan, lekin bu yerda samimiy ba'zan bolalarga aytaman-da, savol berib qo'ysa, kim bo'lib javob beray deyman. O'quv markazi rahbari bo'lib, yo'q, Qudrat Abdurahimov bo'ldi. Chunki farqi juda katta-da. Chunki o'zaro kelishmasdan yuryapti ular. O'zi aslida o'quv markazi men ustoz tanlash kerak. Yaxshilab surishtirish kerak. Borib turib kim o'sha aynan shu ustoz dars o'tsa, imkon bo'lsa shundan shogird bo'lish kerak, ustozga itoat qilish kerak. Ustoz biladi o'zi. Tamom. Agar shunga sabr qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zi keyin bermoqchi bo'lgan savolimga ham yaxshi javob berib ketdingiz. Ya'ni dasturlashni o'rganish uchun ustoz kerakmi degan savolni bermoqchi edim. Yaxshi javob berib ketdingiz. Men o'zimning fikrim shunaqa-yu, lekin hayotda odam har xil ketar ekanda. Ya'ni ustozsiz boshlab, keyin qanaqadir ustoz topish mumkin ekan. Men o'zimning holatimda shunaqa bo'lgan. Kurslardan boshlaganman, shunchaki YouTube'dan ko'rganman. Keyin ishga kirganimdan keyin haqiqiy ishni ishlashni, jarayonlar qanaqa qurilgan, qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi, nima qilish kerak-ku, kitobda yozilgan, haqiqiy hayotda nima bo'ladi degan narsani menga o'sha paytda ustozim deb biladigan odam o'rgatganda, boshlanishida, lekin o'zim self study deyiladi-yu hozir. Mashhur so'zlarda shunaqa qilib o'rgangandim. Suhbatimizning oxiriga ham kelib qoldik. Oldingi safar ham nima desak bo'ladi, Saidon akadan so'radim. Boshqa oldingi suhbat qilgan odamlarimdan ham so'ragan dejurniy savollarga yetib keldik desa ham bo'ladi. Ya'ni kitob haqida so'rashni o'zim yoqtiraman. Chunki shunga qarab baribir tavsiyalarga qarab ham o'qiyman, qolganlarga ham maslahat beraman-da. Birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lgan narsam, har bitta dasturchi o'qish kerak bo'lgan top 3 ta kitob ayta olasizmi o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib? Shart deganlaringiz. Endi menimcha unaqasini tavsiya qila olmasam kerak. Men o'zi aslida ko'p o'zim o'qiganman, qiziqqanman. O'zi dasturchilik kitob o'qiydimmi, yo'qmi? Uni ham bilmayman. Chunki men o'qiganman desam, nima, lekin kitob o'zim jin desam, men kitob o'qiy olmasam ham sotib olib, men sotib olish bo'yicha muhtoj bo'lib ketdim. Bilmadim, hozir rosa ko'p kitoblar ham. Bu yaxshi tarafi ham bormi, yomon tarafi ham bormi? O'g'lim ham shunaqa. Olaveradi, men baraka topgin, men olib kelib qo'ygan kitoblarni o'qisang bo'lmaydi desa, endi men shuni o'qishni xohladim deb olib kelib qo'yadi. Men to'g'risi endi hozir men bir Saydolimniki ham ko'rib chiqqanda umumiy qilib aytishlikka harakat qilaman. Dasturchi emas, hammaga. Desa, o'zi soft skill dedik, o'sha 7 habit bor. Stephen Coveyniki. Yuqori samaradorlikka ega kishilarning 7 ta ko'nikmasi degan kitob haqiqatda yaxshi kitob. Uni hamma bir harakat qilsa arziydigan kitob. O'zi aslida o'shani o'qib turib, o'shani o'zini bitta podkast qilsangiz bo'lish arziydiganda, mana masalan men shu kitobni o'qib, 2 ta odam bilan, 4 ta odam bilan, mana shu mayli xohlasangiz texnik odamlar bilan qilishga arziydigan kitobda. O'sha 7 habitni o'zbekchasi ham bor. Ikkinchisi It's That Frog, Brian Tracy'niki. Ham yaxshi, o'sha time management haqida,
boshqa haqida ikkita. Yana qaysi bo'lishligi mumkin? Asosan mana shu ikkita, o'zi hozir uchta deymiz, bittasini o'qisa ham ancha narsa. Ya ba'zi bir uchta emas, ikkitasini olsa, aytdim uchinchisi kelmadi. Aslida aytdim, meni o'zimda olsak kitoblar ko'p. Lekin qaysi biridir ajratib dasturchilar shuni o'qish shart deb aytolmaysiz, demak. Yo'q, masalan, nimaga bu narsani so'rab o'tganim? Deylik, men fonda ko'rinib turgan bo'lsa, ana Broking Algorithms degan kitob ruschasi turibdi-da bu. Bu zo'r. Bularni nima deydi? Buni tavsiya qilgan bo'lar edim. Mana shu toki o'sha ChatGPTlar chiqmaguncha-da. Endi hozir ham bu kimga kerak? To'g'risi, bu xalqaro kompaniyada ishlayman degan odam bo'lsa, o'qisa bo'ladi. Chunki bu kitobni tanimagan, bilmagan odamlar ham dasturchida. Shuning uchun mana hozir lead kodni ko'p so'rashadi. Xalqaro lead kod nima deymiz? Men bolalarga aytaman, o'qitayotgan paytimizda ba'zilar qiyin ekan. Qiyin oson emas. Endi oxirgida sal u ham osonlatdi. Nimadir ma'noda, o'zi marketing boshqasida, lekin bundan 3-5 yil oldin ancha boshqacha edi. Uni aytardim, "Yo'q, sen hech xavotir olma. Mana shu yerda hozir $1000, $1,500 oylik olib turgan dasturchilar kirsa, neyron torlari tortilib, ko'zlari tortilib qoladi u yoqqa lead kodni masalalarida" deyman-da. Shuning uchun ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin shartmas sohasiga qarab. Chuqur algoritm talab qilinadiganlar juda ham tor doirada. Ya'ni hamma o'zini lekin bu degan algoritm bilmadigani emas. Men o'zim doim takrorlayman. Men o'sha 1000 ta masalan minimal talab deb qilganman. Hozir 1000 tadan 650 taga tushirganman. Shuni bil, baraka topib ko'r deyman. Shuni bilsang, keyin programmist bo'lib ishlayverasan, boshqa qilsan. Bu endi mayli. 5 yillikka xohlovchilar, lekin baribir unaqa ko'p bo'lmaydi. Xohlovchilar qilsin. Yo'q, bu kitobni aytganim sababi, deylik, shunga o'xshagan masalan kitoblarni maslahat bera olmaysizmi deb so'ramoqchi edim, lekin sizni gapingizdan o'zim kelib chiqib ham javobingizni tushundim. Ya'ni hamma o'zini maqsadlari va darajasiga qarab xohlagan kitob tanlab o'qish kerak. O'shanisi to'g'ri. O'shanisi to'g'ri. To'g'ri. Misol uchun kimdir o'sha ba'zidan eplashib o'zining sohasini o'qish kerak. Boshqa qilish kerak. Yana oldingi safar Saydolimga chiroyli savol berdilar. Butun umr kod yozadimi desa, Saydolim ba'zi narsani aytmadi. Qaranglar, mana bu front-endchilarni arxitektura ishlab chiqadigan darajaga o'tishiga qiyin bo'ladi. Bekinchilarda oson bo'ladi. Boshidan ham mana shu strukturani olish kerak. Lekin men front-endchilar baribir boshqacha odamda, ular rang bilan ishlaydi. Men rang tanlashga allergiyam bor. To'g'risida men faqat logika yozaman. Shpakilovka bilan shug'ullanaman. Raqamlarga javob beraman to'g'riligiga. Shuning uchun tushunarli. Yaxshi, eslab e'tibor berib ko'rganingiz bilinibdi. Hozir u nima desa bo'ladi. Oldingi suhbatimizga iqtibos qilib aytib ketyapsiz. Yaxshi bo'ldi. Bu narsani sizdan o'zim so'rash yana esdan chiqibdi. Baribir yaqinda boshladik. Bu endi 3-suhbatimiz. Tajribasizligimiz ham bilamoqda, aybga bermaysiz. Endi oxirgi savolimni qo'ya qolaylik. Oxirgi savolim bu eng dejurniy savol deb belgilab oldim o'zim uchun. Hayotda qilgan eng katta xatoyingiz nima? Ya'ni shu savolga javob bera olasizmi? Boshqalar qaytarmaslik uchun. Bu juda qiyin savol-da bu. Eng katta xato emas, xatolar juda ko'p-da. Buni qiyinligi nimada? Qaysi xatoni ayting? O'zingiz bilgan, masalan, agarda o'sha xatoni qilmaganingizda hayotingiz sizni orzularingizdek bo'lardi. Yo'q, lekin bir narsa, agar bunaqa desa bu nolish bo'ladi. Men hayotimdan nolimayman. Xudoga ming qatda shukr. Undan nolimayman. Endi xato bo'ladi. Balkim qaysidir xatolar samarasidan mana shu yerda turibmiz-da. Xatolardan qo'rqish kerak emas. Xatolar sizni to'g'ri. Men boya aytib o'tdim, kimgadir yomon gumonda o'tib ketgan bo'lsa, meni jazom vaqtida beriladi. Agar jazom meni to'g'rilamasa, u noto'g'ri bo'ladi. Misol uchun nima deydi? Xatolardan qo'rqmanglar. Qo'pol, kritik xato bo'lmasa bo'ldi. Endi hayotda misol uchun kod yozganda hayotda xato qilishim, xatoni tan olish kerak, to'g'rilashga harakat qilish kerak. Endi men aynan men shu ishni qilma degan aniq tavsiya nimadir bera olmayman. Bu qiyin savol. Buni balkim nima deydi? Yillar davomida o'ylash mumkindir. Menda bunga hozircha nima yo'q. Endi aslida xatolar bormi desa, juda ham ko'p. Ularni to'g'rilash kerak. Siz aytyapsiz, qaysi birisidan boshlash kerak deyapsiz. Eplaganda to'g'rilab boraverishlik kerak.
Bo'ldi. Tushunarli javobingiz uchun rahmat. Keyin yana bir narsa so'ramoqchi edim. Keyingi suhbatimizga kimni taklif qila olasiz? Masalan, shu odam bilan gaplashib suhbatini oladigan bo'lsangiz, ya'ni ko'radigan tomoshabinlaringizga manfaatli bo'ladi deb ayta oladigan odamingiz bormi? Aslida bular ko'p. Said olim aytdi-yu, bir 15 tacha ro'yxat qilingani, masalan, shu Sardor Dushamovning o'zi bor yoki bo'lmasam Botir Ziyatov bor, boshqa bor. Endi Aziz bor, Mirzayev va hokazo. Ya'ni aslida bular boyaga aytgandek Said olimdan yoki Sardordan olish mumkin bo'lgan ro'yxat bu yerda ko'p. Endi ularning ham har xili bor. Kamera oldi yoki zo'r gapiradigani bor, kamerani oldida. O'zi aslida bilimi zo'ru, kamera oldida gapira olmaydigani bor, boshqasi bor. Ularni inobatga olib bir harakat qilib ko'rasizlar. Lekin ko'pchilik bilmadim, oxirgi paytda kameradan sal qochsa xafa ham bo'lmaysizlar. Lekin to'g'risi menimcha hozir mediada men ozgina 2026da dam olsam kerak degan niyatim bor. Men o'zimga chaqirdilaring, menimcha mediadagi oxirgi nima xo'p deb qo'yganim keldim. Endi keyingilarda sal o'zdatga chekinib tursak kerak. Bo'ldi, tushunarli. Bu o'zi Sardor og'a bilan gaplashdim. Agarda siz boshqa odamni aytadigan bo'lsangiz, boshqa odamni chaqiraman degandim. Aynan yaxshi bo'ldi. Ham siz maslahat berdingiz, ham o'zim o'ylaganim bilan bir xil bo'ldi-da. Chunki nima desa bo'ladi, Said olim aka bilan o'tirganimizda men bitta Paypoladagi o'tirganimizda bunaqa podkast ko'rmagandim, bitta ko'rpacha yozib olmabsizlar-da dedilar-da. Shunga og'a dedim, siz kelganingizda xudo xolisa stulda emas, ko'rpachada o'tirib suhbat qilamiz deb niyat qilib qo'ygandim. Xudo xolisa keyingisini demak Sardor og'a bilan qilar ekanmiz. Kelganingiz uchun rahmat. Shu bilan nima desak bo'ladi, bizning savollarimiz tugadi Qudratiga. Agarda o'zingizni bizani ko'rib turgan odamlarga so'zlaringiz bo'ladigan bo'lsa, maslahatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shularni aytib o'tadigan bo'lsangiz, shu bilan suhbatimizni yakuniga yetkazardik. Men hozir aytmoqchi bo'lganim, o'sha talant mavzusi ochilmay qoldi. Har kim o'zi qiziqqan ish bilan shug'ullansin. Bu ota-onalarga ham maslahat. Chunki shunaqa holatlar ko'p bo'ldi-da. Informatika fani o'qituvchisi kelgan, aslida ko'p bo'ladi, bittasini namuna qilyapman. Shunaqa qiziqib ketyapti, bolasi bilan savol javob beradi. U aslida bolasi umuman qiziqmaydi. Men to'g'risini aytdim, bu bolangiz deb qiziqmaydi dedim. Unda armon bo'lib qolgan. Yoshi mendan 1-2 yosh kichkina, u dasturchi bo'lishlik unda armon bo'lib qolgan, informatika o'qituvchisi. O'g'lim bo'lsin deb xohlayapti-da. Biz xatolar qayerda? Xato biz o'zimiz qila olmagan ishlarni farzandlarimiz qilishini xohlaymiz. Men doktor bo'la olmadim, sen o'zi eplay olmagan, qila olmagan. Endi nimadir? O'qimagandir, sharoit bo'lmagandir, bu bo'lsin deydi. Lekin uni niyati futbolchi bo'lishda. Farzandlarning qobiliyatini aniqlab ochish kerak. Imkon berish kerak. Lekin boyga aytdilar, men hozir bir narsani hozir aytam, endi nima qildim? Baribir o'sha savolga keladigan javoblarga javob bermagan ekanman. Aslida farzandlar biz qilgan xatolarni yopishlikka yana bir imkoniyat hayotda. Men mana shu xatoni qilganman. Farzandim shu ishni qilaman. Men savolingizga javob yo'q edi, hozir endi kelib qoldi. Men o'sha niyatim bor. Men o'zim boya aytdim-ku, o'zi aslida javob berdim. Men kitob yozdim. Yozgan kitoblarim o'zimdan oldin o'lib ketdi. Ya'ni mendan sadaqa joriy. Men o'lsam ham endi mabodo bir savob bo'lar, nimadir bo'lar degan umid bor edi, lekin unaqa bo'lmadi. Boshqa bo'lmadi. Balkim biz tanlovda, yo'nalishda asos tamal ilmni noto'g'ri tanlaganimizda bo'lgandir. Ya'ni yillar davomida o'lmaydigan ilm, agar kim ilmga qiziqadigan bo'lsa, o'sha asos ilmlarni olib harakat qilsin deb harakat. Endi meni holatimda bu xos holat. Har kim nima qilsa bo'ladi. Asos ilmlarni. Endi men shuncha men o'g'limni o'zi IT'ni ham o'rgandi, boshqa bo'ldi, dasturchi bo'ldi. Ma'lum bir joyga kelganda biz ustidan kuldik, hazillashdik. Zakazlar olib ishlagandan keyin bezor qilib keyin unga aytdik-da, O'zbekistonda dasturchi o'zi tuzgan dasturni quli bo'lib qoladi dedik-da. Nimaga menga shuni boshlashimdan oldin aytmading? Men dastur tuzmayman deb hokazo o'zi nima qilyapti? O'zi umuman shu aytmoqchi, farzandni qobiliyatidan kelib chiqib, balkim o'zi aytgandek xatolarni takrorlamaydigan qilib, unga imkoniyat berishlik ham mumkin bo'ladi. Qobiliyat masalasiga keladigan bo'lsa, kim agar menda qobiliyat yo'q deydigan bo'lsa, u juda ham katta gunohkor bo'lar ekan.
Shuni bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim nuqta. Balkim mana shu videoda siz olishingiz mumkin bo'lgan yagona narsa nima edi desa, mana shu. Hammada qobiliyat. Yer yuzida 6 milliard aholi bo'ladigan bo'lsa, hammada qobiliyat bor. Mana hozir mana shu xonada 3 kishimizmi? Shunaqangi qobiliyat sizda borki, uni yon atrofingizda hech kim u narsani sizdek qila olmaydi. Nimadir qobiliyat menda borki, hech kim u ishni unaqa qila olmaydi. Nimadir qobiliyat bor, saydonim u ichida zo'n. Mana shu kamerada ko'rib turgan sizga ham Xudo nimadir qobiliyat bergan, sizni yon atrofingizda, balkim O'zbekistonda ham unaqa darajada qiladigan odam yo'q. Faqat siz qiladigan ish, ota-onani qiladigan ishi o'sha qobiliyatni topish va o'sha qobiliyatga yo'naltirish. Ana mana shu ota-onalarning qiladigan ish. Kim agar menda qobiliyat yo'q, men hech narsaga yaramayman degan bo'lsa, bu juda ham katta gunoh. Unaqa emas. Hammaga Alloh taolo qobiliyat bering. Faqat o'shani kashf qilish kerak. Tushunarli, katta rahmat. Shu bilan so'zimiz yakuniga yetdi. O'rtoqlar, bizani ko'rib shu qismigacha yetib kelgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat. O'zingizlarga qanaqadir manfaat oldinglar, qanaqadir foydali ma'lumotlarni oldinglar, hikoyalarni eshitdinglar deb o'ylaymiz. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, shu oxiriga yetib kelib iloji bo'ladigan bo'lsa, bizani shunchaki qo'llab-quvvatlash uchun pul so'ramaymiz. Videomizga like bosib, obuna bo'lib, agarda yana shunaqa suhbatlarni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, izohlarda o'zingizlar xohlagan gapinglarni yozib ketinglar. Pozitiv bo'lsa albatta yaxshi. Agarda qanaqadir feedbacklaringlar bo'ladigan bo'lsa, sharhlaringlar bo'ladigan bo'lsa, ularni o'qib ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Hammaga ko'rgan uchun kattakon rahmat. Ko'rishguncha yaxshi bo'ling. Gapga qo'shilmayman. Negativ bo'lsa ham yozaveringlar. O'zi aslida bu afzal. Ko'pchilik mana shuni nima noto'g'ri tushunadi. O'zi ayniqsa biz administratorlar ham kimdir kelib turib yomonlayaptimi? Xursand bo'lish kerak. Nimaga? U e'tiborsiz umuman kommentariy yozmaslik bu yomon. Kommentariy yaxshi bo'lsa, yomon bo'lsa yozinglar. Bularga nima? Chunki o'sha kamchilikni o'rganadi. O'sha meni pozitsiya, mana bu nimalar shuni o'rgatadi. Sevin habit yaxshi. Yomon negativdami? Uni o'zini asoslari borda, xulosasi bor. Siz vazifangiz unga ko'rmagan burchaklarni ko'rsatib berish. Demak, kommentariy yozamiz. Ijobiy bo'lsin, salbiy bo'lsin, ko'rishganda ko'rishguncha. Bo'ldi. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling.